hammaga bu kunda eng qiziq bo'lgan narsa bu ko'chmas mulk narxlari. Bundan-da yaxshi sarmoyalar aslida dunyoda bor. Qadriyatlaringizdan va qancha risk ko'tara olishingizdan kelib chiqadi. 100%. Ular vaqtida uyini bitira olmaydi, chunki puli yetmaydi. Endi masalan Yoki umuman bitira olmaydi. bitira olmaydi. O'zimiz dostoyniy jamiyat bo'lib, dostoyniy tutadigan bozor bo'lib ishlasak, dostoyniy xorijiylik kirib keladi, ular bizga zarari tegmaydi. Deputatlar shunaqa kulgani uchun ham to'g'ri, yaxshi, kuchli odamlar deputat bo'lgisi kelmaydi ham bo'lib ketgan xolos. Deputatlik bo'lish zapatlov bizda. O'zingiz vafodor bo'lsangiz, o'zingiz parod qilmasangiz, o'sha to'g'ri qilgan film modelingiz bo'yicha siz hammani rozi qila olsangiz, bu biznes davom etaveradi. Qaysi rayonlar yaxshi, lokatsiyalar yaxshi deb aytardingiz sotib olish uchun? Tillarda pul ko'paymaydi. Savingsga okey. Qarzingiz bo'lsa, uyingizni ham halovat topolmaysiz. Boshqa joyda shu dardimni aytsam, o'rinsiz bo'lishi mumkin, lekin shu joyda aytib ketaman sizga. Men Tamila Qurbanova, moliya va investitsiya yo'nalishlarida 20 yildan ortiq xorijiy tajribaga ega xalqaro toifadagi mutaxassisman. Dunyoda moliya bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Wharton School'ni 100% grant asosida 2006-yilda bitirganman. Wall Street'da Morgan Stanley va UBS investitsion banklarida aksiya faoliyati bilan shug'ullanganman. Dubay xalqaro moliya markazida Julius Baer Private Bankida millionerlarni pulini boshqarishga yordam berganman. Jami bo'lib 20 yil xorijda turgandan keyin O'zbekistonga qaytdim. Hozirda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qarorlari bilan tashkillashtirilgan Tadbirkor ayollar kengashi a'zosiman hamda Fintellect investitsiya va moliya akademiyasining asoschisiman. YouTube kanalimni yurg'izishdan maqsad o'zbekistonliklarni moliyaviy erkinlikka chiqishi uchun ozgina bo'lsa ham o'zimni hissamni qo'shish va buni o'zimni Wall Streetda olgan tajriba va bilimlarim orqali qilaman. Assalomu alaykum Murodxon aka. Va alaykum assalom. Tashrif buyurganingizga kattakon rahmat. Anchadan beri sizdan intervyu olib, siz bilan suhbatlashishni xohlagandim. Chunki o'zingiz bilasiz, ko'pchilikka O'zbekistonda siz kumirdek hisoblanasiz. Men ham masalan sizni taniganimga 7 yil bo'lib qolgan shekilli. Birinchi marta Dubayda Umidaxon siz bilan tanishganda juda havas qildim. Va qadriyatlar, baribir hamma narsa qadriyatlarga taqaladi men uchun. Sizni qadriyatlaringizni juda ham hurmat qilaman. Avvalambor oila yaratgan, har bitta qilgan ishingizni ishtiyoq bilan qilasiz, fidoyilik bilan qilasiz. Patriotizm degan narsa bor. Buni men butun dunyoda yursangiz ham har doim nima deydi O'zbekistonga qaytib, uyim deb anaqa jon kuydirasiz. Shu narsani ko'rib men juda ham xursand bo'laman va shu suhbatni hammaga, ayniqsa yoshlarga foydali bo'lishini xohlayman. Hozir endi men bilasiz, ko'proq finans, investitsiya, moliya haqida gapirganim uchun shu ko'chmas mulk temasini ozgina ochsak, har taraflama ham insonlar masalan ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchi bo'lishsa, bundan tashqari endi o'ziga sotmoqchi bo'lsa yoki hozir ko'pchilik developer bo'lgisi keladi, bu tarafini ham gaplashsak, hammaga qiziq bo'lgan ko'chmas mulk narxlarini, undan keyin biroz tavsiyalaringizni ham bersangiz juda ham xursand bo'lardim, minnatdor bo'lardim. Chunki bilaman, siz anchadan beri intervyu bermagansiz, o'shanga kattakon rahmat. Menimcha hammaga bu kunda eng qiziq bo'lgan narsa bu endi ko'chmas mulk haqida gapirarkanmiz, ko'chmas mulk narxlari. Toshkentda hozir ko'chmas mulkka nima bo'lyapti? Menga eng ko'p so'raladigan savol ham shu, ko'chmas mulk sotib olaymi, hozir yaxshi vaqtmi yoki to'xtab turaymi deb. O'shanga sizdan so'rasangiz, siz как-никак bu narsani hammadan yaxshiroq bilasiz. Nimalar ko'ryapsiz hozir O'zbekistonning narxlari bilan, Toshkent narxlari bilan? Qarang, hammadan yaxshi biluvchi shaxs sifatida emas, shu sohani ichida yurgan tadbirkor sifatida o'z fikrlarimni aytishga harakat qilaman. Bu narsani ko'pchilik aytadi. Endi menimcha sizni intervyularingizni qaysidir bittasida ham eshitgandim. Ko'p investitsiya qilish variantlari bo'ladi. Shulardan bittasi ko'chmas mulkka investitsiya qilish. O'zbekiston sharoitida hali juda ko'p variantlar bo'lmagani uchun eng qulayi ko'pchilik baribir ham o'sha ko'chmas mulkka sarmoya kiritishyapti. Bundan-da yaxshi sarmoyalar aslida dunyoda bor. Bizga O'zbekistonga bu narsalar endi kirib tila boshlanyapti, chunki unga qonuniy
o'sha baza yaratilishi kerak, bunga xalqni ongi tushunishi, shu narsalar mavjudligi to'g'risida tushunchalar paydo bo'lgandan keyin u narsalar tatbiq qilinish boshlaydi. U paytgacha ko'proq biz ham ko'ramiz, optimal deb ko'chmas mulkka investitsiya kirishni ma'qul ko'rishyapti. Mani o'zimni fikrim, o'tgan yili masalan ba'zi bir brokerlar yoki o'sha blogerlar narxlar tushib ketadi deb ozgina baland ovoz bilan gapirib yuborishdi. O'shanda ham men eshitdim ularni, lekin o'zim sarhisob qilishga harakat qildim, nimaga ko'chmas mulk tushishi mumkin deganda, ya'ni sabablar bo'lsa, men sabab topa olmadim. To'g'ri, global iqtisodiyotdagi yoki global kayfiyatni tushishi bu narsaga ta'sir qiladi, lekin O'zbekistondagi boshqa qo'shimcha faktorlar borki, u kayfiyatga balans qiladigan qarama-qarshilik ko'rsatuvchi baribir faktorlar ham bor edi. Shuning uchun agar qaytangi oshishi mumkin, ko'p bizda nima deydi, outcomings deydimi yoki nima deydi, предпосылки. Nima deydi o'zbekchasiga? Предпосылки, ya'ni shunga belgilar bor edi. Belgilar bor ediki, oshishi kutilyapti. Men o'ylayman, O'zbekistondagi ko'chmas mulk bozorini nisbatan yaxshi bozor deb hisoblayman. Qaysi ma'noda? Keskin ko'tarilish, keskin tushishlar yo'q boshqa davlatlar. Masalan, boshqa davlatlarni olsangiz juda ham tez baland oshib ketib qoladi yoki bitada tashlab yuboradi. O'zbekiston bozori bu narsada baribir nima deydi, o'sha sikl bor, lekin yumshoq siklda. Lekin u sikl ham uzoq muddatda qarasangiz, baribir ham oshishga qarab ketyapti. Bu ham tabiiy. Nimaga oshishga deganda, nimaga nisbatan oshishga degan savol bo'lishi kerak. So'mga nisbatan bo'lsa, u mana dollarga nisbatan bo'lsa ham sal pastroq, lekin baribir ham oshishga, chunki dollar o'zi ham qiymati ketyapti. U ham inflyatsiyaga uchrayapti. Shuning uchun ko'chmas mulkka bo'lgan iqtisod investitsiya kiritish nisbatan hozir yaxshi, optimal, lekin degan joy bor. Mijozlarimiz ham, do'stlarimiz ham, siz o'rtamizdagi o'zaro do'stlarimiz ham bizani kompaniyani nimaga yaxshi ko'rishadi? Men ham bu joyda olinglar ko'chmas mulkka deganimda olishadi. Chunki ko'proq men qaytaraman olishlikka. Agar kerak emas bo'lsa, ko'chmas mulkni olish kerak emas. Kerak emas deganda ko'rona olmagan yaxshi. Olmaylar degani emas. Ya'ni uy joy kerak bo'lsa, ehtiyojing uchun ertaga oshib ketadimi, tushib ketadimi, yo'q, kerak paytda olgin. Bu narsa kerak senga. Hayot qisqa, poylab chidab o'tirmaysan-ku, imkoning bormi, kerakmi, olgin. Lekin uy joying bormi, shunchaki bola chaqamga ertaga kerak bo'ladi deb tiqib qo'ygan yaxshi narsa deb hisoblamayman bu narsani. Chunki u pul ko'chmas mulkda ishlamay yotgandan ko'ra qaytanga xarajatlar ham keltiradi. O'sha kommunal to'lovlari bo'ladimi yoki bo'lmasa o'sha servis charjlari bo'ladimi? Ortiqcha yuk ham, zakot talabi bo'yatadi. Undan ko'ra o'sha pulni to'g'ri joyga sarmoya kiritilsa, to'xsin u pulni ertaga kerak bo'lganda bola chaqangga o'sha paytdagi eng zamonaviy uy joydan o'sha paytdagi pulingga olasan. O'sha sarm pul ko'paytirib keltirayotgan pullaringdan. Ko'p mana band ofisda ham o'zimiz do'stlarimiz ham nechtasi bo'lgan, boshqalar keladi, men olaman, nimaga olib qo'ymoqchiman. Biznesmen bola. Bu shu aylanmay biznesga tiksang kattaroq tug'maydimi desam, tug'adi deydi. Aylantirib bola chaqangga hali 10 yil bor-ku desam, ha deydi. Pul bilan kelgan joyda ham masalan shart emas hozir olish degan joylarimiz bor. Shuning uchun asosiy prinsip, agar o'zingga kerak bo'lmasa, ishlata olsang, o'sha ijaraga berasanmi? Aktual biznes bu hozir. O'sha uzoq muddatli ijarami yoki holiday stay degan hozir yoki Airbnb orqali uy joy topshirish bormi yoki agar kommersiya o'sha iqtisodiy o'sha birinchi qavatlarmi, ikkinchi qavatlarmi zonalar bo'lsa, uni ijaraga berib yoki do'kon qilib yoki bitta narsa qilib yurg'iz ishlasa okey. Lekin shunchaki olib tikib qo'yishga men har doim qarshi bo'lganman, hozir ham qarshiman. Bu narsa iqtisodni jonli turishiga qarama-qarshilik ko'rsatadi. Ya'ni bekorga pul ko'mib qo'yiladi. Birinchidan u bekorga shuncha narsa, masalan, u yerda uyga muhtoj, joyga muhtoj odamlar bor, bu yerda bekor bo'sh yotgan joylar yotadi.
va bu iqtisodni umuman energetikani ham ommatan shu jamiyatda energetikasini ham faolligini suslashtirib qo'yadi. O'shaning uchun kerak paytda olish kerak, kerak emas paytda olish kerak emas. Bu uchinchi riski bor buni. Bu ertaga olaversa, ertaga o'sha haqiqatdan keskin narxlar tushishiga ham sabab bo'lishi mumkin-da. Biz uzoq muddatda o'ylab ishlaydigan tadbirkor sifatida bizga uzoq muddatda stabil bozor bo'lgani yaxshi. O'shaning uchun mijozlar kerak paytda olib, kerak emas paytda olmaganlari qaytangi bizga ertaga bo'lgan ishonchimiz uchun ham qulayroq deb hisoblayman. Meni shaxsiy fikrim shunaqa. Zo'r, aslida hozir bir nechta narsa bor. Birinchidan keyinroq so'ramoqchi bo'lgan savollarimni уже anaqa nima deydi, uchini chiqarib qo'ydingiz. Hozir u haqida ham gaplarsak bo'ladi. Umuman olganda endi masalan ko'chmas mulk biznesida shu ko'chmas mulkni sotadigan tadbirkordan bunaqa so'z eshitish, bunaqa gaplar eshitish, bu haqiqatan ham bu aytdingiz, men to'g'ri gapiraman, boricha gapiraman deb. Bu juda ham zo'r, chunki endi odatda odam o'zini anaqasini sotadi-da, bunaqasiga ham o'shanga bu juda ham zo'r narsa. Men o'zim shuning ichida bo'lib turib, eng yaxshi ko'rgan obyektlarimdan ham shu uy joylarni kerak bo'lsa, yaxshi ko'rgan joylarimni ham sotaman, olib qolmayman. Nimaga? Bu albatta bu hali yoshmiz, g'oyalarimiz ko'p, jamoamiz shunga tayyor, O'zbekiston bozori tayyor. O'sha qaysidir o'sha ko'chmas mulkka $500,000 $1 million, $200,000 farqi yo'q. Bu tikib qo'ygandan ko'ra o'sha narsani aylantirsak, ertaga bundan ham yaxshisiga olishimiz mumkin-da. Hattoki masalan hozir niz ключай deydi-yu, ko'p odamlar masalan yozishadiki, meni uyim yo'q, ijarada o'tiribman, tragediya deb yozishadi. Biz o'zimiz vatanimiz yo'q deb his qilamiz. Men ham o'zimni hozir yashayotgan uyimni nech pulligini bilaman-da, shu dom hamsa. O'sha pul bekor yotibdi-da. Kimdir shuni sotib olsa-da, men o'sha odamni ijarada o'zim uyimda o'tirsam degan fikrlarim ham bor-da. Hatto shu darajagacha-da, bu iqtisod jonli bo'lishi kerak. Moliyachi sifatida men sizni juda yaxshi tushunaman, chunki siz bu narsaga hozir ikkita-uchta anaqa nima deyman, misol keltirsa bo'ladi. Masalan, Robert Kiyosaki har doim aytadi, ko'chmas mulkni hamma o'ylaydiki, uyi uni eng katta aktivi deb o'ylaydi. Aslida u majburiyat deb gapirgan. Nimaga? Chunki u doimiy ravishda sizdan pul talab qiladi. O'sha siz aytganingizdek maintenance bo'ladimi, boshqa anaqa kommunal uslugalar bo'ladimi? Robert Kiyosaki to'g'risida bitta gap aytaman. Men rosa ko'p kitoblarni o'qiganman. U odam menga ham o'sha dunyoqarashimizni shakllanishida sababchi bo'lgan. Lekin Robert Kiyosakiga nisbatan hurmatim yomonlashmagan. Juda unaqa baland bo'lmay qoldi. Nimaga? Uni internetda o'qisam, bor-yo'q o'sha imуществосini baholanish narxi $100 million ekan. Sen qaradimda, men uni milliarder deb yurardim, bir necha multimilliarder deb o'ylab yurardim-da. Ya'ni o'zini shu berayotgan maslahatlariga amal qilib, agar bor-yo'q shu 75-80 ga chiqib hozir bor-yo'q 100 million yig'gan bo'lsa, okey, boshqa bundan ham aqlliroqlarni eshitishga harakat qilaman, birinchidan. Siz bilan siz gapingizga qo'shilaman. Nimaga? Chunki men ham endi research qilganman, ya'ni ko'proq keladilar O'zbekistonga. Tadqiqot qilganman, bular haqida ko'proq o'rganishni xohlaganman. O'sha yerda aytilganki, ular biznesda, tadbirkorlikda juda ham katta cho'qqilarga erishmaganlar, aslida bankrot bo'lganlar, o'sha bankrot bo'lganlaridan keyin kitob yozganlar deb anaqa chiqdi-da. Ya'ni sizni gapingizga 100% qo'shilaman. Lekin bu hozir men ular aytgan gaplaridan menga nima yoqdi? Aynan bu menimcha moliyada umuman olganda hamma insonga juda ham muhim narsa. Bizda shu narsaga odamlar farqiga bormaydi. Aktiv bilan majburiyatda. Masalan, mashinani hamma aktiv deb o'ylaydi O'zbekistonda. Bu juda ham anaqa hype tema. Hozir tushirib qolishdi. Sekin-sekin. Lekin har doim menga anaqa keladi. Depreciation endi masalan anaqa nima deydi o'zbekchasida? Narx tushishini. Обесценивание gapirsam oldin, "Voy, nima deyapsiz? O'zbekistonda mashinalar narxi faqat ko'tariladi" deb gapirishardi-da. Oldin O'zbekiston mashina bozori eng noyob bozor bo'lgan, lekin hozir sekin-sekin o'sha butun dunyodagi almashyapti deb ko'rsataman. O'sha yerda menimcha o'sha narsani, lekin muhim gap odamlar tushunib olish kerak. Aktiv nima-yu, majburiyat nima. Xuddi siz aytib qo'yganingizdek, prosta tak o'sha bosib qo'ysa ko'chmas mulkka, u aslida hech narsa olib kelmasa, bu qaytangi o'sha energiyani buzadi deysiz, pul oborotini buzadi va endi qarang, bu narsani mutlaqo to'g'ri yo noto'g'ri deb ham aytib bo'lmaydi. Bu albatta siyosiy, global iqtisodiy sharoit, mintaqaviy sharoit va har bir insonning sharoitiga ham bog'liq. O'shandan kelib chiqqan holda yoki ko'chmas mulk
olib qo'ygan yaxshi bo'ladi yoki noto'g'ri bo'ladi. Men o'zimni misol aytdimki, hali yoshman, g'oyalar ko'p, jamoa bor, iqtisod O'zbekiston bozori shu narsani imkonni beryapti. Men uchun bu noto'g'ri. Lekin qaysidir vaqtga kelganda o'zim ham shu narsani to'g'ri deb o'ylasam kerak. Chunki bu to'g'risi, masalan, qaysidir paytda kucham ketadi, energiya bo'lmaydi. Lekin passiv bo'lsa ham ozgina o'sha daromad keltirib turadigan yiliga 8% mi 10% mi dollarni keltirsa, o'sha balkim to'g'ri bo'lar. Buni absolyut to'g'ri, noto'g'ri deyish noto'g'ri. Ko'p faktorlarga bog'liq. Siz bilan gapingizga qo'shilaman, chunki men odatda investitsiya haqida gapirsam, odamlarga o'zi uchun investitsion portfel yaratish kerak desam, ko'pincha hamma nima deydi, Tamila opa, nimaga pul tikiydi deydi. Bitta narsani javob bermasam jahli chiqadi. Xuddi menga jalka deb o'ylashadi. Lekin men tushuntira bahardim. Siz nimaga pul tikishingiz, siz nimaga sarmoya kiritishingiz, bu sizni o'zingizni birinchi bor nima deydi, sharoitingizdan, ya'ni обстоятельства deydi, holatingizdan, ikkinchidan sizni maqsadingizdan, qadriyatlaringizdan va qancha risk ko'tara olishingizdan kelib chiqadi. 100%. Bo'lmasam bitta mana bunaqa har bitta odamga mana buni qil yoki buni qil degan narsa to'g'ri kelmaydi. Hammaga o'zidan anaqa individual podxod bo'lishi kerak. Siz gapirgan gapingiz. Endi hozir sal yana orqaga anaqa o'tsak, narxlar haqida gapiruvdik. Menimcha to'g'ri narsa aytdingiz. Mana buni narxlar haqida o'ylaganimizda o'sha maqsadiga ham yetib boradi. Masalan, qitaqaladi, kimdir investitsiya qilayotganda u qisqa muddatga investitsiya qilyaptimi yoki uzoq muddatga investitsiya qilyaptimi deb o'ylash kerak va narxlarga qaraganimizda ham ko'chmas mulk narxlariga xuddi shunaqa siz aytganingizdek mana ko'chmas mulkka qisqa muddatli narxi bo'lishi mumkin va uzoq muddatli narxi bo'lishi mumkin. Masalan, siz aytdingiz, uzoq muddatda hamma предпосылкалар bor. Masalan, O'zbekiston bugungi kunda har yili 1 million aholi qo'shilyapti. Bu aholiga ko'chmas mulk kerak. Ular masalan sekin-sekin anaqa ham o'zgaryapti kulturada. Odamlar ajralib, endi men oldin masalan agar hamma 10 ta 20 ta odam bitta joyda yashasa, hozir sekin-sekin hamma ajralib chiqyapti. Ya'ni ko'chmas mulkka talab uzoq muddatda 100% bor O'zbekistonda. Lekin qisqa muddatda o'sha siklichность bor va o'sha bitta qiziq narsani aytib beraman yana sizga. Xuddi biza developerlar, biznesmenlar kabi nimaga bu narxi tushadi deb boshqalar baqir chaqir qilyapti, vohma qilyapti degan paytimizda qarang, biz tafakkur qildikda, bizani baribir mijozlarimizni kategoriyasi ham boshqada. Ya'ni ochig'ini aytish kerak, bizani ko'p tanqid qilishadi. Uylaringlar qimmat boshqa deb, lekin mijozlarimiz ham shunga yarashadi. Ular ham tahlil qilganda nimaga unaqa? Lekin ular o'ziga narx tushishiga javob topa olmagani uchun bozorda ochig'i bizda butun bozor statistikasi bor. O'tgan yil 24-yil, 23-yilga nisbatan 10% ga tushgan ko'chmas mulk bozoridagi oldi-sotdi. Lekin bizning kompaniyaniki o'sgan. Narxmi yoki сделками? Сделка, 10% ga tushgan. Anaqasi tushgan. Bizaniki oshgan. Nimaga? Bizdagi mijozlar baribir ham birovlarning gap so'ziga emas, tahlil qilib, faktni hamma narsa analitikani qarab turib qabul qiladi qarorini. Bizada ko'p nabrot uy-joylar ketdi. 24-yil boshqalarniki tushgan bo'lsa ham. Qarang, o'shancha har doim hamma narsani ham, masalan, bizlar ham hozir eshitayotganlar ham eshitib shu narsani to'g'ri deyish kerak emas. Hozir to'g'ri bo'lishi mumkin, ertaga noto'g'ri bo'lishi mumkin. Hozir kimdir uchun to'g'ri, boshqa inson uchun noto'g'ri. Har bir inson shu narsalarni ma'lumotlarni olib o'zini sharoitidan kelib chiqqan holda o'zini xulosasini qilsa to'g'riroq bo'lsa kerak. Absolyut to'g'ri, absolyut noto'g'ri degan narsa yo'q. Hamma narsa nisbiy. To'g'ri. Qo'shilaman gapingizga. Yana bitta narsa menimcha qo'shib ketsak, men o'ylashim bo'yicha nafaqatgina bizda o'sha nima deydi, aholi o'syapti, kultura o'zgaryapti, plus yana hali bizda ipoteka degan narsa oxirigacha kirib kelmagan. O'shaning uchun ham balki siz aytdingiz, bizda siklichность nisbatan pastroq, ya'ni narxlar o'ynashi nimaga? Chunki odatda endi siz mendan yaxshiroq bilsangiz kerak, qancha сделкалар naqd pulga olinadi va qanchasi nima deydi, finansирование olinadi. Bizda o'sha ipotekalar sekin-sekin o'sgan sari narxlar ham ko'tariladi, chunki ko'proq odam o'ziga o'sha narsani ko'chmas mulkka ola oladi. Shunaqa. Chunki hozirgi paytda mana bu statistika sizda bo'lsa kerak, masalan, sizlarda Murad Buildingsda qancha naqdga, ya'ni o'zini puli bilan olishi ko'chmas mulkka nisbatan boshqalarga qaraganda ko'proq. Naqdga deganda bu qog'oz pul emas. Qog'oz pul emas, ya'ni 100% oldindan to'lab, hamma pulni to'lab qo'yish ma'nosida keltirilyapti. Bizda Murad Buildingsda odatda 50% dan yuqori, bizda 50% dan kam qilish mumkin emas. Chunki ochig'i qancha muddatli to'lov ko'p bo'lsa,
ya'ni ipotekani ham naqd ichiga kirgizamiz biz. Biz shu ma'noda hisoblaymiz. Chunki ipoteka degani bank bizga 100% to'lab beradi. Biz buni naqd 50% dan ko'payib ketib qolsa, muddatli to'lov. Ya'ni o'sha bino bitguncha 2 yil bo'ladimi, 2,5 yil bo'ladimi yoki 3 yil bo'ladimi? Biz uchun xavf belgisi, xatar bu. Ya'ni mana ochig'ini aytishim kerak, balkim shu tomoshabinlarga ham o'ziga yarasha balkim signal bo'lar, tahlil qilishga material bo'lar. Ba'zi quruvchilar masalan kimdirlar 5 yilga, kimdirlar 7 yilga, men hatto internetda ko'rdim 10 yilga bo'lib to'lash imkoniyatlarini taklif qilishyapti. Quruvchilarning o'zi. Men shu kundagi tajribam bilan hali bunga qanday qilib erishish mumkinligi to'g'risida hech aqlim ham yetmadi, bir g'oyam ham yo'q. Chunki bizda o'rtacha bo'lib to'lash imkoni endi bino boshlanib sotilayotgan bo'lsa 2,5 yilgacha maksimal o'sha 30 oyga bo'lib to'lash imkonini beramiz, lekin boshlang'ich to'lovi to'lagan holda. Nimaga desangiz, baribir ham har bir qurilishimizni muddati bo'lsa, oldindan shu muddatni belgiladiki, bu necha oy bo'lishini, o'sha muddat bo'yicha smeta hisobotlari bo'yicha mutaxassislarimiz hisoblab berishadi, qaysi oyda qancha xarajatimiz bo'ladi. Qaysi ishlar qilinishini biladi, grafiki bor-ku o'sha. Keyin qancha pul kerakligini moliyachilarimiz hisoblab, cash flowni prognozini qilishadi. Qancha sotishimiz kerak, qanchasini shuning ichidan 100% to'lovga, qanchasini muddatga, qanchasini kichkina muddatga, hammasini hisoboti bor-da. Bizda shu agar 2,5 yilgacha maksimum shu muddatli to'lovimiz bo'lsa, 50% 100% ligidan tashqari 50%ni 6 oyga cho'zsak agar bizda cash flow buziladi, biz shu qurilishni bitkazishga qiynalamiz. Biz tashqaridan pul jalb qilishga majbur bo'lib qolamiz. Bu katta pullar. Shuning uchun biz aqlimizga sig'dira olmaymiz. Bu 7-10 yil qanaqa berishyapti, bu juda xatarli narsa. Aslida u qurilishni bitkazishga puli yetmaydi-da. Bizda agar ipotekani aytadigan bo'lsak, siz bozorini aytdingiz, ipoteka, bank orqali ipoteka taxminan 10% atrofida hozircha. Bu sekin-sekin ko'taradi. Agar adashmasam 2 yil oldinmi shunaqa Osiyo taraqqiyot banki $200 million menimcha ajratgandi. Lekin O'zbekistonda uchun $200 million u kichkina pul-da, baribir shuncha anaqa aholiga. Endi ko'tarilyapti, bilasizmi nimaga? Oldin ipoteka bozorida bu narsa nimaga davlat taraflama ajratilgan pullar ham, har xil programmalar ham ko'p. Hozirgacha ko'p, undan oldin ham ko'p edi, o'zlashtirilmay qolib ketayotgan programmalar bor edi. Nimaga? Tayyor uy bo'lish kerak edi. Tayyor uyga, ya'ni kadastr bor uyga ipoteka kreditini ajratsa bo'lardi. Hozir tayyor uy bo'lishi uchun quruvchi o'zi tomonidan sarmoya kiritib qurib olish kerak bu narsani. Bu o'zini tadbirkorlar ham pulini qiymati, qadr bo'lgani uchun uy narxlari to'g'ri kelmay qolyapti. Katta sarmoya talab qilyapti. Hozirgi biz mana o'zimiz mana Energy'da yoki Murad Buildings'da tatbiq qilayotgan programmalarda o'sha banklar bizga nima deydi, навстречу deydi-yu, qarama-qarshi bizga kelishuvga yordam berishyaptiki, shaffof ishlayotgan bo'lsangiz va kerakli o'sha potoklaringiz hammasi уже balansirованный bo'lsa, kompaniyangizni stabilligi shubhangiz bo'lmasa va qandaydir qo'shimcha garovga nima deydi, qo'ysa bo'ladigan yoki garovga qo'ymasangiz ham kompaniyangizni o'sha hamma xatmi hujjatlari to'g'ri bo'lsa, qurilish jarayonida ham ipoteka kreditini qo'llash imkoni paydo bo'ldi. Shuni hisobiga ham bizda mana o'tgan yil 5% bo'lgan bo'lsa, bu yil 10% chiqdi ipoteka. Boshqa kompaniyalar bundan ham ko'proq, chunki bizning klientlarimiz ko'proq o'zini cho'nchagidan to'lashni yaxshi ko'rishadi. Lekin mana Energy'da ko'proq Murad Buildingsga qaraganda. Energy'da ipoteka orqali olayotganlar ko'proq. Ya'ni bu tendensiya yaxshi tomon qarab o'zgaradi. Juda yaxshi tomon. Menimcha endi siz boya aytdingiz-ku, qanaqa qilib, men ham tushunmayman, qanaqa qilib developer 17-10 yilga finansирование qilish mumkin. Chunki men nimani to'g'ri o'ylayman, har bir inson o'zini mutaxassisligi bo'yicha yurish kerak. Developer mutaxassisligi bu kreditovание emas, ya'ni odamlarga pul bo'lib to'lash emas, balki o'sha to'g'ri qilib o'zini uylarini qurish. O'shanga ipotekani bu yerda roli juda ham katta. Sekin-sekin xudo xolasa bu narsa o'ssa, xudo xolasa yordam beradi, lekin siz aytganingizdek o'sha ko'proq vaqtga nima deydi, bo'lib to'lashga ruxsat berayotganlar, ular o'sha aytganingizdek, menimcha eng katta risklardan bittasi bo'ladi. Ular vaqtida uyini bitira olmaydi, chunki puli yetmaydi. Endi masalan yoki umuman bitira olmaydi. Yoki umuman bitira olmaydi. Bu aslida xavf.
katta risk. Katta risk bu. Bu juda katta risk. Men tasavvur qiling, mana oldin ham gapirgandim, ba'zilar bo'lishi mumkin emas degan, lekin o'sha bo'lishi mumkin emas degan quruvchilar hozir mani gapimni eshitib to'g'ri aytyaptilar deydi. Masalan, men har doim aytganman, bizda rentabellik o'rtacha 15%. Ya'ni 100 million so'mlik savdo bo'lsa, 15 million foyda bo'ladi, xudo xolasa, toza foyda. Rentabellik bu investitsiyani yoki bo'lmasam biznesni foydalilik darajasini ifodalaydigan bitta ko'rsatkich. Oddiy qilib aytganda, qancha pul tikkaningizga nisbatan qancha foyda olishingiz. Va bu yerda yana bitta muhim narsa bor, qancha muddatda o'sha foyda kelyapti. Shu narsani ham albatta hisobga olishingiz kerak. Endi bitta narsa aytdik, shaffoflik bo'yicha ishlasangiz. Naqdlash boshqalarni boshqa qilib, xullas, unaqa balkim 25-30% ishlayotgandir, bilmadim. Uzoq muddat ketmaydi ular. Ketmaydi u narsa. Men 15%. Endi qarang, bu degani 100 ta xonadon qursangiz, 85 ta xonadonni pulini 100% to'lov bilan olsangiz, haligi uyga bitkiza olasiz. 84 tasini sotsangiz ham 100% to'lov bilan bitkiza olmaysiz. O'zingiz yoningizdan cho'nchagingizdan tikishingiz kerak bo'ladi. Bu muddatlarga berib qo'ysang, u qaysi pulga qurasan bu uyni? Developer ishini qilish kerak, moliyalashtirishni moliya tashkiloti qilish kerak. Shuning uchun ba'zilar keladi, sizlar mana bermayapsizlar, boshqa kompaniya 7 yilga beryapti yoki bo'lmasa 100 oyga qilib berdi. Xalqparvar kompaniya deydi-da, bu xalqparvar kompaniyaligini mayli 100 oy emas, hech bo'lmasa 50 oydan keyin bir baho beringlar, unaqa demanglar, bu 50 oydan keyin bu kompaniya bormi, yo'qmi, bir ehtiyot bo'lib tahlil qilinglar. Men ichidagi odam bo'lib turib, men bu narsani qanaqa qilib qilish mumkinligini bilmayman, men tasavvur qila olmayman. Bu developer kompaniya bunaqa qila olmaydi. Endi bu menimcha o'sha siz boya gapirdingiz-ku, xalq ongiga ham bog'liqda. Bu endi bunday olib qarasangiz, agar odamlar tanqidiy fikrlashni o'rgansa, masalan, boshqa dunyodagi boshqa mamlakatlarga qarab o'rgansa zo'r bo'lardi. Chunki masalan, biz endi hozir o'tayotgan yo'limizni, masalan, Rossiya bo'ladimi, Qozog'iston bo'ladimi, unda anaqa nima deydi, rivojlanganlar davlatlar bo'ladimi, ular уже ancha oldin o'tib bo'lganda, mana masalan men Dubaydagi именно ko'chmas mulk krizisini ko'rganman 2009-2010 yilga o'sha yerga ko'chib borganmiz. Bu narsalardan sekin-sekin odamlar o'rganadi va eng katta o'sha risk developer keladi, pul jalb qiladi, sotib tashlaydi, keyin yuvib ketadi. Endi Rossiyada masalan bo'lgan, juda ham ko'p bo'lgan, esingizda? Keyin o'sha kerakli escrowlar qo'yishdi. Escrowlar qo'yildi. Dubayda ham unaqa emas, Dubayda escrow bor. Hozirda, oldin masalan o'nda boshqa ham bozor shunaqa bo'ladi. Bizning bozorda ham hozir mana rosa ko'p aldanishlar bo'lgani uchun ham escrowni tatbiq qilish boshlandi. Mana bu yil ixtiyoriy ravishda iyul oyidan 2026-yil 1-yanvardan boshlab majburiy ravishda escrow sistemasi qo'llanadi. Bu hamma bozorlarda shunaqa narsa bo'lgan. Lekin afsus, ba'zi bir bilib yoki bilmay xalqni aldab qo'ygan kompaniyalar deb to'g'ri ishlayotgan kompaniyalar ham yana ham qiyinroq sharoitda ishlashga to'g'ri keladi keyin. Tabiiyki-da, chunki endi bu anaqada nima deydi, butun industriyaga o'zini anaqasini zarar tegadi. Faqat bizga emas, xalqqa ham zarar. Mana qarang, mana bitta kompaniya aldadi klientni. Bu klient bechora aldandi, kuydi. Kimdir uyini sotib pul to'lagandir, kimdir bor yo'g'ini sotib, kimdir qarz olib to'lab, kimdir boshqa. Bundan tashqari atrofdagilar voy bechora deganda u bilmayapti, ko'pchilik bular ham kuyyapti. O'shandan uyolmaganlar ham kuyyapti. Nimaga? Bu cheklovlar escrow bo'ladimi, boshqami? Bu cheklovlar narxi oshiryapti. Qo'shimcha xarajat olib kelyapti. Bizani escrowga ertaga o'tishimiz, bu bizani bankdan qo'shimcha pul jalb qilishimizga to'g'ri keladi. Bu qo'shimcha xarajat. Bu bozor narxi oshishiga olib keladi. Qarabsizki, shu bilganmi, bilmasdanmi uyaltirib qo'ygan, eplolmagan kompaniyalarni butun jamiyat, butun bozor shuni hosilini yeydi. O'shaning uchun nima deydi, zrelost deydi-yu, zrelost общества deydi. Jamiyatimizni ongini ko'tarishmagunimizcha biz bir chekada yurib o'zimiz ishimizni qilib yura olmaymiz. Hosilini hamma ko'rishimizga naqada shu menimcha shu podkastingizni ham ma'nolaridan bittasi shu maqsadlari. Aynan shu. Agar ommaviy ongni o'zgartirmasak, hech kim bir chekada yurib bitta o'zi ish qilib yura olmaydi. Bunga to'qnashamiz, xohlasak, xohlamasak. Endi bu yerdan hozir yana juda ham ko'p savollar bor. Endi menimcha anaqa nima deydi, endi masalan juda ham ko'p oxirgi payt sal kamaydi deb o'ylayman. Bilmayman, endi bu anaqa nima deydi,
men buni ichida yurmayman. Endi men ko'rayotgan narsam menimcha o'sha sal anaqa susta developerlar ko'pligi. 5-6 yil oldin вообще hamma faqat uy qurish bilan band edi. Chunki o'ylardiki, mana shu yerdan rosa ko'p ish pul anaqa nima deydi, pul ishlasa bo'ladi deb o'ylardi. Lekin aslida o'sha imенно model qanaqa ishlashini tushunishmaydi, qancha o'tda ichida nima deydi, muammo borligini bilishmaydi. Da sekin-sekin menimcha o'sha vaqt bilan ozgina developerlar mana bu nima deydi, tajribasiz deymizmi, o'zini ishini bilmaydiganlar, mutaxassislar, ya'ni mutaxassis bo'lmaganlar kamaydi. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam bu endi albatta o'sha menimcha bu bizning jamiyatimizda hamma narsada bor muammo, hamma faqat qisqa muddat bilan o'ylaydi. Hech kim anaqa juda ham kam, hech kim demayman, juda ham kamlar uzoq muddat bilan ko'zlab ish tutadi hamma narsada. Reputatsiya bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Mana siz masalan har bitta ish shaffoflikni gapirdingiz. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir menimcha ancha kamaydi developerlar, lekin eng katta muammo developerlarda o'zi именно o'sha finansирование. Bu biznes modeli o'zi shunaqa. Industriyani anaqa modeli shunaqa. Developer deganda qarang, bizani developerlar sal soft developer emas. Bizdagi developerlar ko'proq investor developer bo'lib qolganda. Vaholanki investitsiya alohida investorlar, investitsion biznes, investitsion tashkilot, developerlik alohida, qurilish alohida. Keyin siz aytganingizdek, ya'ni ipotechniy bozor alohida. Developer bo'lish uchun pulingiz bo'lishi shart emas. Developer bo'lish uchun moliyaviy boshqaruvni juda ham yaxshi tushunishingiz kerak. Siz kuchli finansiy analitik bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, siz har bir shu soha professionallarini jalb qilib, ular uchun chiroyli sharoit yaratib bera oladigan bir yetuk jamoa bo'lishingiz kerak. Masalan, bizning tashkilotda ham men kuchli quruvchiman, men qurilish tushunaman, lekin men professional emasman. Agar kompaniyamizda professional quruvchi bo'lmasa, biz bu hozirgi loyihalarni amalga oshira olmaymiz. Men moliyani ham ozgina tushunaman, lekin professional emasman. Bizda professional moliyachilarimiz bor. Men marketingga ham ozgina tushunaman, lekin marketolog professionallar bor. Yurist professional. Ularni hammasini jipslashtirib, ularga imkoniyat, sharoit yaratib turib, analitika qilib turib, boshqa joydan pul jalb qilib, bu pulni qanaqa boshqarishni bilib turib, qatga sarmoya kiritib, hammasini cash flowlarini hisoblab, bu ham daromad ko'radi, bular ham baraka topadi. O'rtada xizmatingizga pul ishlaydigan tashkilot, developer tashkilot hisoblanadi. Bizning developerlar hali o'zini ham men tamchi ko'raman, bunaqa qilsam buncha bo'lar ekan deydi, u alohida. Dubayda soft developerlar bor. Boshqa davlatlarda ham soft developerlar bor. Investor jalb qiladi, boshqa qiladi. Bizda ham shu narsa men sezdim, paydo bo'lyapti. Yaxshi. Sezdim, chunki siz aytganingizdek kamaydi emas. Boshida developmentga kirib ketib qolgan juda ko'p suv chiqaradiganlar ham, salfetka chiqaradiganlar ham, farqi yo'q, makaron chiqaradiganlar bo'ladimi, har xil logistikada ishlaydigan hamma uy qurib development bilan shug'ullanaman deb o'yladi, lekin aksariyati ko'pi chiqib ketdi. O'sha kamaydi. Chiqib ketdi. Nimaga ular birga bir qolar ekan degan xom xayollar bilan kirishdi, lekin birga bir qoladi yolg'on degan gap ham emas. Bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir modelda 100% pulingizni o'zingiz oldindan tikib turib qurib bitkizib olib keyin sotsangiz, o'sha tikkan pulingiz birga bir qolishi mumkin. Shaffof ishlamasangiz? Yo'q, shaffof ishlaganda ham qolishi mumkin, lekin bu ROI 100% hisoblashyapti, to'g'rimi? ROI deganda o'sha return of investment 100% deb o'ylashyapti. ROI faqat yetarli figura, sifra emas-ku, raqam emas-ku, undan tashqari IRR degan narsa bor, undan tashqari NPV degan narsa bor. Ya'ni u narsani necha yilda qurib bitkizib, necha yilda sotasan, va necha yilda puling qaytib turib, u pulingni qadrsizlanishini hisoblagandan keyin bundoq qarasa, hattoki o'sha qurilishga olib borganda cash flowsini eplay olmay qiynalib qolganlar nechtasini ko'rdikda. O'shandan keyin menga to'g'ri kelmas ekan deb chiqib ketyapti. Moliya aytdim-ku, developer moliyaviy boshqaruvni yaxshi tushunishi kerak. Bu narsa tushunmasdan turib bu narsaga kirsa, ertaga ketin topa olmay qoladi. 100%. Masalan, yana ochig'ini aytaman-da, ya'ni bir narsani, endi masalan boshqa joyda shu dardimni aytsam, o'rinsiz bo'lishi mumkin, lekin shu joyda aytib ketaman sizga. Aylanmalarimiz katta bizda. Murad Buildingsda ham, Energyda ham shaffof bo'lgani uchun qo'rqmayman. Bizda balkim
2-3 trillion bu yil aylanmalarimiz bor. Katta summalar. Lekin 5 million dollar meni mazam qochirib qo'yadi. Nimaga? Men bir narsa oladigan bo'lsam, o'zimga mashina olmoqchi bo'laman, boshqa narsa. Men oldindan ishxonamga iloji bo'lsa 1 yil oldin, bo'lmasam 6 oy, eng kamida 3 oy oldin zaявка beraman. O'zimni xarajatlarimga. Agar u xarajatlarim masalan 5000 dollardan ko'proq bo'lsa, oldindan zaявка beraman, ular kompaniyani shu butun katta aylanmasi bo'lsa ham cash flowga tiqadi, kirgizadiki, shu narsani planlashtirib qatdan olib bersak bo'ladiki, biznes modelimizga buzilish bo'lmaydi deb. Kelib bir kunda bilasizmi, masalan, o'rtacha aytaman sizga. Tak bir kunda 10 milliardga yaqin kassaga pul tushadi bizda. 10 milliard. Bunday qilib 1 milliardni olib olish bo'lmaydi-yu, deb o'ylash mumkin. Endi hamma shunaqa deb o'ylaydi. Lekin men oldindan zaявка beraman. Agar juda ham zarur bo'lsa, men kimdirdan qarz olib turishim mumkin, keyin 2 oy choyda berib yuboraman. Nimaga? Men kompaniyadan yulib ololmayman, biznesni buzib qo'yaman, bankrot qilib qo'yaman. Haligi siz aytgan chiqib ketgan sabablari ham, zo'r sotilar ekan, ertaga birga bir qolsa, hozir men pulni o'tkazsam bo'lar ekan, men nima qilsam bo'lar ekan deb pullarni ishlatib qo'yib, qurilishni bitkiza olmaydiganlar sonmingda-da. 100%. Bekordan bekor mana любой endi masalan investitsiyada masalan ko'p aksiyalar haqida so'rashadi mendan. Aksiyalarni tahlil qilganda, endi aksiya deganda любой biznesni tahlil qilayotganda 3 ta narsasiga qaraysiz. Birinchisi bu anaqa nima deydi, balans sheet, aktivlari, majburiyatlari kompaniyani, xuddi odamni ham xuddi shunaqa sog'lomligini ko'rasiz. Keyin o'sha nima deydi, income statement, ya'ni o'sha pul kelishi, ketishi, xarajat va kirim bilan chiqimi. Lekin eng muhim anaqalardan biri cash flow statement. Shu narsani tushunmaganlar ko'p. Ko'pchilik tushunmaydi. Chunki asset rich cash poor bo'lish juda oson. Va bir xillarda o'sha ba'zi bir bizneslar bankrot bo'ladi. Bankrot bo'ladi, menimcha pul yetmaganiga. Chunki juda ko'p aktiv bor, lekin likvid emas. O'sha kerak vaqtda o'sha cash kerak bo'lganda, nima deydi, o'sha nima deydi, working capital nima deydi o'zbekchada? Biznesni yuritish uchun. Ha, ishlovchi kapital. Qonda, yani katta mexanizm. Shu masalan katta vagon temir yo'lda turibdi. Kerak bo'lsa, qaysidir paytda bitta dona mixni qo'ysangiz, vagon to'xtab qoladi, butun eshelon to'xtab qoladi. Da, to'g'ri. Bitta dona mix to'xtatib qo'yish mumkin. Xuddi shunaqa bizda ham juda ham bu cash flowga ehtiyot bo'lamizki, katta aylanma, lekin bitta joyda uzilish bo'lgan hisobiga tsepочка bo'lib hamma yoqni buzib qo'yishi mumkin-da. Menga bu gapingiz juda ham yoqdi. Nimaga deyman? Bir menimcha Zafar aka Hoshimov ham podkastlarda bir marta shunaqa gapirganlar. Kimdir so'radi, siz любой payt millionersiz, pul ola olasizmi deb o'ylayotganlar. Voy, menda bunaqa millionlar turmaydi. Nima deydi? Xuddi anaqa. Yana bitta narsa bor, masalan, Warren Buffett ko'p gapirishadi. Hali ham 38 ming dollarga sotib olgan uylarda turibdilar-da. Haligacha tasavvur qiling, necha yil oldin olganlar. Aytmoqchi bo'lganim, bu menimcha yoshlarga saboq. Hamma o'ylaydiki, bo'ldi, boy odam ekan, pullari anaqa xohlagan ishini qiladi. Harakat qiladi shunga, avlada yo'q o'sha pul masalan. Kreditovaniyaga kirib ketadi. O'shanga menimcha bu narsa bilan bo'lishganingiz bu juda ham muhim, odamlar tushunishligi uchun. O'shanga rahmat. Endi developerlarni ozgina gapirdik, aytdik masalan, o'sha mutaxassis maslari chiqib ketdi, lekin hozir yangi tendensiya kelyapti. Hozir yangi tendensiya kelyapti. Yo'q, xorijdandagilar ham mayli bo'lishi mumkin. Hozir yangi tendensiya bo'lyapti. Puli yo'q, lekin ish tajribasi bor va jamoasi tayyor developer kompaniyalariga O'zbekistonda shakllanayotgan hozir moliyaviy tashkilotlar paydo bo'lyapti. Hozir banklar, fondlar, har xil gigant biznes kompaniyalarni jamg'armalaridagi fondlar, ya'ni pul moliyaviy imkoniyati bor kompaniyalar bilan bularni birlashuvi tendensiyasini ko'ryapman hozir. Mana bu to'g'ri yo'nalishga ketyapti aslida xohlasa. Xudo xohlasa yana dalsha anaqa endi sal turib bu haqida ham gapiramiz. Bu yaxshi zo'r narsalar oxirrog'iga qoldirdim. Bu menimcha juda ham zo'r tendensiya. Okey, yana bitta savol, mana developerlarni temasini yopamiz. Xorijdan kelayotganlar, nafaqatgina developer, mana hozirgi kunda juda ham odamlar ko'p anaqa Xitoy haqida anaqa nima deydi, qayg'urishyapti, juda ham ko'payib ketdi. Hattoki o'sha developerlar ham kirib keldi, masalan, Hightown Mall ochildi.
endi masalan man o'tga bordim, to'g'risini aytsam manimcha siz bilmadim borligingizmi yo'qmi, lekin sizga yoqmaydi chunki sifatini bittada ko'ramanda anaqa nima deydi, Dubayda ham developerlarni endi ancha yil o'tda turganmiz-ku, bittada bilasizda, kirasiz ustidan yaltiroq, ichidan anaqa ichi qaltiroq bo'ladi, shunga o'xshash. Bu o'sha uzoqqa chidamaydigan narsalar. Endi gapga qaytaylik. O'sha xorijdan kirib kelayotganlar O'zbekistonga developer bo'ladimi, developer bo'lmaydimi? Ayniqsa Xitoydan. O'sha narsaga igroklar deylik. Ularga qanaqa qaraysiz? Bu bizga xavf tug'diradimi? Nima qilsa bo'ladi? Bu bilasizmi, savolga javobni bunaqa qilib ketaman. Ba'zida mana shunga boshqa savol berishadi. Bolalarimizni chet elga o'qishga jo'natib yuborsak, xavfli emasmi, qo'rqmasak bo'ladimi? Javob beramanki, o'zingizdan qo'rqmasangiz, ya'ni bergan tarbiyangizdan, o'zingizni oilaviy mag'iz, o'sha din diyonat, or, nomus degan narsalarni o'zingiz bera olmagan bo'lib, o'zingizdan xavfsirasangiz, bolalaringizdan xavfsirasangiz bo'ladi. Agar kerakli ustunni bergan bo'lsangiz bolalaringizdan, bolalaringiz chet elga ketganda buzilmaydi. Xuddi shunaqa chet eldan kelgan bu tashqi o'yinchilar bo'ladimi, xitoyliklar bo'ladimi, hindistonliklar bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, Qozog'iston, farqi yo'q, Dubaydanmi? Biz o'zimizdan qo'rqsak, ulardan ham qo'rqamiz. Biz o'zimizdan xavotirda bo'lmasak, bunga tayyor bo'lib, ya'ni nima demoqchiman? Haligi aytgan kompaniyalarni ham qurilish sifatini aytyapsiz. Aslida endi bular ham bozorga mo'ljallab moslashtirib qurgan. Agar bozor ko'tarsa zo'rini quradi ular ham. Shu tarafdan ham bizga oson emas yaxshi narsalarni qurish. Chunki shu narsani qurgandan keyin ko'taradimi yo'qmi-da, u narsa ham bitta mahoratda. O'shanga men bu Xitoy bo'ladimi, boshqa davlat bo'ladimi, asosiy fokusni ularga qaratmasdan o'zimizga qaratishimiz kerak. Chunki Xitoyliklar bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, dunyo Amerikada ham ko'p ular, Angliyada ham ko'p, Dubayda ham ko'p. Hindlardan keyin ikkinchi o'rinda turibdi Xitoyliklar juda ko'p. Yaponiyada ham ko'p Xitoyliklar. Lekin saviya har xil. Yaponiyada yurgan Xitoyliklar, Amerikada yurgan Xitoyliklar, Dubayda yurgan Xitoyliklar bilan bizda yurgan Xitoyliklarning saviyasi har xil. Bizni bu yerdagi Xitoyliklarni ko'rib turib, balkim kimdirlar yoqtirmayotgan bo'lishi mumkin. Allergiyasi, kechirasan, sanga nima, intelligent, eng zo'rlari bu yoqqa kirib keladimi? Ular ham o'zini qadrini biladi, ular ham shunaqa bozorga bo'ladi, shunaqa dostoyniy konkurensiya qila oladigan yurtlarga boradi. Biz o'zimizga yarasha kirib keladi. Biz bilan tengma-teng bitta tilda gaplasha oladigan, bizga o'xshab bizning xatti-harakatimizga javob bera oladiganlarga o'shancha agar biz o'zimiz ustimizdan ishlasak, ularga qaramasdan, o'zimiz ongimizni o'stirsak, o'zimiz dostoyniy jamiyat bo'lib, dostoyniy tutadigan bozor bo'lib ishlasak, dostoyniy xorijlik kirib keladi, ular bizga zarari tegmaydi. Ko'taradi. U hamma ko'tariladi. Hammaga yaxshi bo'ladi. Bu qaytangi bozor o'sishi hisobiga hammani благосостоянияsi deydi-ku, nima deydi? Hammaniga o'sadi. Bundan ugroza yo'q, xavf ko'rish kerak emas. O'zimizga qarataylik. O'zimizdan xavotir olsak, biz ulardan albatta qo'rqamiz. Ichimiz puch bo'lsa, albatta tashqaridan kelgan shamoldan qo'rqamiz. O'zimizni kuchli qilib Qo'shilaman gapingizga 100%. Boshda anaqa deb gapirdingiz, anaqa farzandlarni xorijga yuborish haqida. Men ham 16 yoshimda Amerikaga ketganman-da. Flex anaqa YouTube grant har doim so'rashadi, "Voy, qanaqa qilib ota-onangiz yuborishgan?" Hozir ham ko'p o'zim masalan o'rtoqlarim so'raydi, "Qo'rqyapman" deydi. Men har doim shunaqa deyman. Agar o'zingizga uverin bo'lsangiz, farzandingizga uverin bo'lsangiz, farqi yo'q, yuboravering. Yaxshi narsani betda ham topish mumkin, o'tda ham topish mumkin. Xuddi shunaqa yomon narsani o'tda ham topish mumkin, betda ham. Agar o'zi nima deydi, o'sha uverin bo'lmasangiz, o'zini o'sha yaxshi tarbiya bermaganingizga farqi yo'q, qayerda bo'lishini, o'sha yomon narsa hamma joyda topiladi. Er-xotin ham shunaqa. O'ziga ishongan, o'zini nazorat qiladigan, o'zini kimligini yaxshi anglab olgan ayol erini uncha-munchasiga rashk qilib, qizg'anib, boshqa qilib xavotir o'ta olmaydi. Xotirjam bo'ladi, mendan boshqa yaxshisini topa olmaydi. Chunki bu o'zini ustida ishlaydi. O'ziga ishonmagan ayol bo'lsa, yerdan qo'rqadi. Bundan mendan yaxshisini topolsa-chi. U hamma narsa o'xshaydi bir-biriga nisbiy. Sizni bitta anaqa gapingizni eshitdim. Umidaxon lotereya yutib olganlar, men ham lotereya yutib olganman deb gapirgandingiz-da. Bizda ham er-xotin xuddi shunaqa gapiramiz-da bir-birimizga. O'shanga bor narsa. Endi qarang, industriyaga qaytadigan bo'lsak, mana
development ya'ni ko'chmas mulk industriyasini gapiryapmiz. Men yaqinda prezidentimizni qarorlari bilan tadbirkor ayollar kengashi tuzildi. O'shanga kirdim. Men juda ham xursand bo'ldim. Keyin prezidentimiz bilan uchrashdik ham va adashmasam siz ham hozir o'sha ko'chmas mulk assotsiatsiyasini tuzdingiz, to'g'rimi? Yo'q. Developerlar assotsiatsiyasi. Developerlar, uzr. Qurilishiga inisiator bo'ldik, tuzilishiga inisiator bo'ldik. Tuzib ishga yordam berdik, lekin mustaqil ravishda faoliyat ko'rsatuvchi tashkilot u xos. Bizga o'ta aloqamiz yo'q. Bizga bu narsa kerakligi uchun inisiativa bildirib, shu narsani tuzishdi. Ha deb o'rtoqlarimiz boshqa quruvchi o'sha developer kompaniyalar bilan kelaylik deb birinchi boshda tuzib oldikda, hozir уже mustaqil yaxshi faoliyat ko'rsatyapti. O'sha narsa industriyani albatta ko'taradigan narsa, to'g'rimi? Chunki o'shani industriyani ichida yuradigan tadbirkorlar, o'zini o'sha bo'llar bo'ladimi, endi qiynalayotgan joylari bo'ladimi, o'shalarni nima deydi, muammolarni ko'tarib, ularni bartaraf qilishi 100%. Mana assotsiatsiya deganda davlat tashkiloti deb o'ylaydi bu ko'pchilikda endi. Assotsiatsiya degani shu sohadagilarni birlashtiruvchi bitta yagona tashkilotki, davlatga bitta kompaniya borib yoki bitta shaxs borib dardini aytsa, bu o'zini dardini aytayaptimi, o'zini manfaatini ko'zlab aytayaptimi demasligi uchun birlashib turib shu sohadagilar tahlil qilib turib, bu sohadagi haqiqiy, ya'ni ba'ziviy qonunlarni, ya'ni fundamental problemalarni aniqlashtirib turib davlatga aytsa, davlat bu narsani boshqacha qabul qilib turib yordam qilib beradi-da. Shuning uchun tuzilgan. Buni masalan bir xil shumlada yoki men uni ham yaxshi ko'raman. Deputatlarimiz nuqulisidan kulishadi-ku. Deputatlar deganda men deputat emasman, lekin men deputatlarning yonidan olib etib qo'ygim keladi. Albatta, shaxslar bor, ustidan kulishadi ba'zilar. Men shaxs emas, men deputatni yonini olib etay. Men kimdirning yonini etmay, kimdirlar haqiqatan kulgili ishlar qiladi, ularning ustidan kulishadi, u shaxs sifatida. Lekin deputat bu davlat yoki kimdir sizlarning pulinglarni boshqa yo'q. Deputat u xalq vakili. Albatta u haqiqatan saylandimi yo'qmi, boshqa gap. Lekin aslida deputat xalq vakili bo'lib turib, davlatdan xalq manfaatini talab qiluvchi organ. Vakil u. Uni ustidan kulish kerak emas. Unaqa qilgani uchun ham to'g'risini uni aytib ketaman shu joyda. Deputatlarning ustidan shunaqa kulgani uchun ham to'g'ri, yaxshi, kuchli odamlar deputat bo'lgisi kelmaydi ham bo'lib ketgan hozir. Deputatlik bo'lish zapatlov bizda. Odamlar bunda ongini o'zgartirsin, bu bizani intereslarimizni, reprezentativ nima? Bizani vakil. Bir deputatlar bizani haq-huquqimizni, bizani manfaatimizni talab qiladigan vakil. Ularga shunaqa huquq berilgan. Ularning ustidan kulsak, to'g'ri odam deputat bo'lgisi kelmay qolyapti. Albatta, keyin ular ham o'zini ishini qilmagandan keyin hech nima o'zgarmaydi. O'sha og'inga o'zgartirishimiz kerak, ya'ni отношенияni, munosabatni o'zgartirishimiz kerak biz. Qarsi ikki qo'llarni bekor etmaydi. Qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi? Yo'q, mana tushuntiryapmiz. Sekin hozir mana so'kayotganlar ertaga so'kmaydi, tushunadi. O'shani to'g'ri aytgan ekanlar deydi. Lekin mana shu kichkina tomchilar bilan tahlil qiladi, boshqa bizdan bo'lmasa, bizani hurmat qilmasa, masalan, bizani gapimizni eshitmasa, boshqa kimdir gapini eshitadi, chet ellik bo'ladimi? Boshqa qayerdadir kitob o'qib qoladi. Murod aka aytgan, Tamilov aytgan gap to'g'ri ekan deb turib, sekin o'zgarish boshlanadi. Gapirish kerak shu narsani. Biz asosiysi yomon narsani gapirmaymiz, yolg'onni gapirmaymiz. To'g'ri narsani aytaveramiz. Ertaga baribir bu narsani o'zingizga shu noto'g'ri deganlar ham tushunib yetadi. Okay. Yana bitta savol, mana shu nima deydi, industriyani temani yopganimizcha, sizni endi bu o'zingizni shaxsiy Murad Buildings bilan anaqa nima deydi, tajribangizdan kelib chiqib, boya ham aytdingiz, cash flowni juda ham zo'r anaqa boshqarish kerak, developer bo'lish uchun. Va o'sha yerda masalan ana kuni Richard Branson haqida bir eshitdim. Ular o'sha avialiniya boshlaganlarida umuman hech narsa pulsiz boshlagan ekanlar-da. To'g'ri joydan o'sha anaqa topib, aktivlarni topib, samolyotda, shundoq turgan samolyotda anaqaga olib, nima deydi, lizingga olib, bu yerdan bilet sotib, pul ko'tarib, unga to'lab,
o'sha moliyalashtirish сделкасы bo'lganmi sizda qanaqadir nima deydi eng kreativniy moliyalashtirish сделкасы bo'lgan bo'lsa aytib bering. Men o'zimga bu chin dildan qiziq, chunki moliyalashtirish menimcha bu umuman olganda nafaqatgina developerlarda, balki butun bozorda muammo. Bu haqida yana sal turib gaplashamiz, ya'ni bozor haqida. Yo'q, endi bizani bu har kungi faoliyatimiz ham xuddi shunaqa. Har kungi faoliyatimiz shunaqaki, masalan, bo'ladi keysli yer bor, kimdir katta pul turadi. Biz u yerni sotib olishga katta pul tikishimiz kerak yoki topishimiz kerak pul. Biza yer egasi bilan ko'p loyihalarimiz, aksar loyihalarimiz xuddi shunaqa. Bu masalan yer pulga sotib oladigan loyihalar kamdan kam bo'ladi, chunki katta pul talab qiladi. Endi bunda o'ylab qarang, dollarda aytsangiz, eng mundoro yer ham gektari 5 million dollarda, 2 gektarga qursangiz ham 10 million dollar. 2 gektar oddiyroqcha, agar sentrlarda bo'lsa gektari 15 million dollar bo'ladi. O'shaning uchun yer egasini o'zi bilan kelishuv qilamizki, siz hozir shuni shunchaga sotmoqchisiz, biz sizga shu pulingizni 2 yil davomida grafik asosida qilib beramiz. Biz bilan ishlaydi, ko'pchilik shunaqa ishlaydi biz bilan, chunki bizda shu grafikka amal qilib kelganmiz shu paytgacha, ko'z tegmasin. Shu cash flowlarimizni hisobini qilganmiz uchun uyaltirmaslikka harakat qilganmiz. O'shaning uchun aniq biladi, qaysi oyda qancha oladi, 2 yilda pulingizni menimcha oshig'i bilan olasiz. Lekin biz pul tikmasligimizga siz yordam berib, qo'shimcha daromad qilasiz. Baribir ham hech kim sizdan 100% bu pulni to'laydigan odam yo'q, kompaniya yo'q. Hop. Proyekt qildik. Proyektga o'zimiz yonimizdan tikamiz. Unaqa juda katta emas. Endi bir necha yuz ming yoki bo'lmasa shu bir necha milliardga ketadi. So'ngda keyin uni reklama qilib turib, xalqimizni mijozlarimizdan keladigan pulni o'sha haligi to'g'ri planlashtirish, qanchasi 100% to'lov bilan, qanchasi muddatli bilan, qanchasi ipoteka produkti bilan hammasini hisoblaymiz biz oldindan. Bizda finansiy model degan narsa bor. Bitta loyihani boshlashdan oldin birinchi qiladigan narsamiz u joyi game plani bilan shug'ullanamiz. Nima qurish mumkin emas. Pasatkasini qilamiz, qancha qurilishi mumkin. Mumkinmi yo'qmi tez o'sha bizning xodimlar surishtirib olishadi kerakli tashkilotlardan. Keyin uni narxini surishtiramiz. Necha pulga tushadi u joyda, qanaqa klass, atrofda benchmarking qilamiz. Bu atrofda qanaqa klassdagi uy joy yoki boshqa qurilish qilish mumkin. Hammasini hisob-kitobini qilib bo'lgandan keyin cash flowlarni ko'rib chiqishadi. Finansiy modelni ko'rsangiz, endi bizda upravlenskiy finansiy model bo'ladi, Excelda bitta betda hammasini ko'ra olaman. Men uchun o'sha. Lekin meni savolim bo'lsa, o'sha qaysidir raqam to'g'risida. Men bitta bir betda o'zida Excelda prezentatsiya qilishganda hammasini ko'rib o'tirganda o'zi tushunib olasiz hozir bu proyekt qanchalik qiziq emasligini. U konsepsiyalar u alohida, ruxsatlar alohida. Har qanday proyekt boshlashdan oldin biznes modelni ko'ramiz, keyin o'sha savolim bo'lgan nuqtani bossa, ketdi qolgan yana cheksiz hisob-kitoblarni ko'rib, nima deydi, prognoz qilishimiz kerak-da. Bu mana endi bunday o'ylab qarasangiz, bitta loyihamiz o'rtacha qancha bo'ladi? 500 milliard so'mlik loyiha bo'lsa, biz o'sha loyihaga tiksak 5 milliard pul tikamiz. 5 milliard tikamiz o'rtacha endi. Qolgani bu yerda hammani mana tikkan xalqqa ham baraka topib rozi bo'lib ketadigan modelini o'ynaymiz. Yer bilan kirganini ham, boshqasini ham. Bu yerda asosiysi siz to'g'ri hisob-kitob qilib turib, qonun doirasida amalga oshirib, o'sha hisob-kitobingizga o'zingiz vafodor bo'lsangiz, o'zingiz parod qilmasangiz, o'sha to'g'ri qilgan film modelingiz bo'yicha siz hammani rozi qila olsangiz, bu biznes davom etaveradi. Odamlarning ishonchi ostida qurilgan bu narsa. Agar o'zingiz parod qilsangiz, film modelini noto'g'ri qurgan bo'lsangiz, adashgan bo'lsangiz, bilimingiz yetmasa yoki bilib turib o'zingiz buzib qo'ysangiz ish jarayonida. Vdруг anaqa yangi mashina xohlab qoldik, yana nimadir xohlab qoldik. Bu avantyura emas. Bu yerda aniq hisob-kitob, bu yerda kuchli mas'uliyat bilan yondashish kerak. Ochig'i men ham uncha joyda ko'p gapirishga qo'rqaman. Ko'p gapirmayman, hozir gapiryapman, ko'p baland narsadan gapirmayman tag'in. Nimaga? Birovlarni tanqid qilmayman, ko'ryapsiz. Общий gapirib ketyapman. Qo'rqaman birov. Chunki bilib turib qilmasak ham, bilmasdan qayerdadir xato ketmasin degan ichimizda doim bizda ham qo'rquv bo'ladi. Shuning uchun ham imkonimiz ko'proq qurilish qilish mumkin bo'lsa ham kamroq qilamiz. Podushka безопасности bo'ladi baribir ham. Xatolarimizni kafforatini ertaga yopib ketmasam, men o'zim butun umrimga, karyeramga, faqat o'zimga, bola chaqamning karyerasiga ham kres qo'yib qo'yishim mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot, avantyura bu yerda bo'lmaydi.
hozir siz hamma gapirgan gaplaringiz endi menga juda ham yoqib tushyapti, chunki men odatda aynan shu narsalarni o'rgataman. Ko'pincha masalan agar podushka безопасности desam, menga kommentariyalarda keladi. Voy, siz Xudoga ishonmas ekansiz, faqat yomonlikni o'ylar ekansiz. Bo'lmasam endi ishonish bitta joyda, lekin odam o'zini o'zi ham anaqa qilish kerak, u boshqa narsa. Aytmoqchi bo'lgan narsam, hozir siz menga nima dedingiz? Agar pul tilida yaxshi gapirmasa inson, hisob kitob to'g'ri qilishni bilmasa, uni rejalashtirish bilmasa, finmodel ham endi bir tarafdan byudjetda, uni qilishni bilmasa, hech qanaqa ishini nima deydi, buni tavakkal ham deb bo'lmaydi. O'sha har bitta olgan riskingiz ham hammasi calculated, ya'ni uni hisoboti bor. Hisobotni puxta qilib qo'lingizdan kelgancha maksimal hisobotni qilib turib, keyin qani bugun boshladik deb bismillah deb o'sha tavakkal. Agar bu narsani qilmasdan turibsiz, bu tavakkal o'tmaydi bu. Bu avantyura bu. Rahmat. Bu gapingiz ham juda ham xursand bo'ldim. Endi yana bitta narsa siz endi nima qilib qo'ydi, qarang. Biz siz bilan taxminan bitta valnada o'ylayotganimiz uchun biz bir-birimizga shunaqa hozirgi fikrlarimiz to'g'ri kelyapti-da. Kimdirlar buni ko'rib turib, yo'q, noto'g'ri aytyapti. Ular ham haq. Chunki ularning valnasi boshqa. Ular yo'q, bizani valnaga hali yetib kelmagan, endi kelyapti. Yo'q, o'tib ketgan. Qaysidir juda ham kuchli iqtisodchilar bizani gapimizni inkor qilishi ham mumkin, chunki yana kutilmagan teoriyalar ham bo'lishi mumkin-da, lekin biz siz bilan faoliyatimiz doirasida to'g'ri deb o'zimizni pesha terimiz bilan, ko'zimiz bilan, tajribamizdan kelib chiqqan holda shu narsani to'g'ri deb siz bilan hozir muhokama qilyapmiz. O'shaning uchun bir-birimizni hozir yaxshi ko'rib ketamiz. Lekin aytolmadim, haligi gap yana absolyut to'g'ri, absolyut noto'g'ri degan narsa yo'q. Yo'q, to'g'ri gapingiz to'g'ri. Aytmoqchi bo'lgan narsam juda ham ko'p. Mana masalan, men boya aytdim-ku, investitsiya qilayotganda risk hisoblash kerak. Qancha risk ko'tara oladi har bitta odam. Mana Julius Baerda ishlaganimda bu shvetsarskiy private bank, ya'ni high net worth individuals, millioner, milliarderlarning pulini boshqarishga yordam berganman. O'sha paytda birinchi qilinadigan narsa, mana ular счет ochishdi, pulini qo'yishdi. Birinchi bo'lib ularga risk appetit testi berilardi. O'sha risk appetit testini ular belgilab chiqishardi. O'shadan ularni qancha risk ko'tara olishi, risk appetitga riskka qancha appetiti borligi ko'rilardi-da. O'shandan keyin uje investitsiyani o'ylasa bo'ladi. Men hozir nimaga xursand bo'lib ketaman? Chunki mana ko'pchilik o'ylaydiki, tavakkal, lekin tavakkalni mana men nima deb o'ylayman? Tavakkal bu birinchi hamma o'zingiz qo'lingizdan keladigan narsalarni to'g'ri qilib qo'yasiz, keyin Xudoga tavakkal qilasiz. Prosta tak shundoq hech narsa bilmay, tavakkal qildim deyish bu sal noto'g'ri. Qo'lingizdan keladiganidan tashqari yana bitta joyi bor. Qo'lingizdan kelmaydiganini ham qilib qo'yishingiz kerak. Boshqa insonlarni jalb qilib, ularning fikrini eshitib, ularning yordami bilan. Maksimal darajada faqat o'zingizni qo'lingizdan kelganda emas. Masalan, hozir kimdir qurilish ishiga kirib turib, qo'l aqli yetguncha qildida, keyin u yo'qni boshlab olsa, u ham tavakkal emas. Bu ham avantyura. Sen shu soha ekspertlarini, boshqa soha shu vakillarini eshitib, ularning maslahati bilan hamma tayyorgarligini ko'rib olsang, keyin u tavakkal hisoblanadi. Hatto o'zingizga ham yetarli emas. Biz ham shuncha yillik tajribamiz bo'lsa, biz hali ham boshqa kuchli shaxslarni jalb qilib ularning fikrini eshitamiz. Bu bo'lmasa avantyura bu. Avantyura deganda приключение, nima deydi o'zbekchasiga? Nima deydi? Gambling. Qimor. Qimor kabi bo'lib qoladi bu ham o'ziga yarasha. Endi qimor emas bu, avantyura degani endi приключение degani. Avantyura deganda nima bo'lsa bo'ldi, ko'ramiz endi deydigan u. Sorry, o'zingning puling bo'lsa, okey. Lekin odamlarning pulini olib yoki qayerdandir boshqa investorlarning pulini olgan bo'lsa, avantyura qilishga haqqi yo'q. Ertaga javob berish kerak unga. Qo'shilib. Endi hozir mana bugungi kunda men ko'p o'quvchilarni o'qitaman va ko'pchilik qiziqadi investitsiya desam. Lekin agarda ular lekin ko'proq nimaga qiziqadi? O'sha siz aytdingiz-ku, avantyura. Tradingga ko'proq qiziqadi. Shu tez pul tiksa-yu, risa ko'p pul anaqa kelsa. Aksiyalargami? Aksiyalar bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? O'shaning uchun ham nima deydi, bizada hozirgi kunda juda mashayniklar kuchayib ketgan O'zbekistonda. Nimaga? Chunki mashayniklar mazza qilib ishlashi uchun ikkita narsa kerak ularga. Ularga odamlarni savodsizligi kerak. Nima deydi, bilimi bo'lmasligi kerak va ochko'zligi kerak. Ochko'zligi deganda o'sha shundoq $100 tiksangizda, ertaga u $100 $1,000,000 bo'lib qolsa. Odamlar o'sha narsani tushunmaydi. Men har gal aytaman, moliyadagi eng muhim qoida bu risk reward. Ya'ni siz risk qilmasdan
hech qachon daromadlilik ololmaysiz. Ya'ni risksiz daromadlilik kelmaydi. Sizda ham xuddi shunaqa. Har bitta o'sha riskni sizlar взвешивать qilasizlar, keyingina o'sha riskni olasizlar, to'g'rimi? Shunaqa. O'shanga men bu narsani tushuntirishga harakat qilaman. Qiynalaman. Odamlar balki eshitgisi kelmasdir, tushungisi kelmasdir, bilmadim. O'shanga siz gapirayotgan gaplaringiz menga yoqib ketyapti. Chunki bu o'sha men har kuni gapiradigan narsalar-da. Men masalan, yana to'g'ri deb aytmayman o'zimni, lekin men fikrimni aytaman. Rosa ko'p mana masalan o'sha kriptovalyutalarga pul tikishni, davay deydi o'rtoqlarimiz, tanishlarimiz aksiyalarga jalb qilishadi. Balki men noto'g'ridirman. Lekin meni falsafamda, meni ongimda bu narsalardan biznes qilish, ya'ni shu narsalarni oldi sotishdan biznes qilish meni falsafamga to'g'ri kelmaydi. Men uni to'g'ri demayman. Men o'zimni просто pozitsiyamni bildirib qo'yaman. Meni falsafamda biznesni boshida o'rgatgan ustozlarim, biznes bu ba'zi bir o'sha odamlarning mijozlarini muammo va ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan qiymatni biznes deyiladi. Qiymat yaratish bo'lmasa, bu biznes hisoblanmaydi. Qiymat yaratish hisobiga, qo'shimcha qiymatni hisobiga o'sha narsa kirib keladi-da. Spekulyatsiyada yana men bu endi to'g'risi bu kasal ham qiladi odamni. Bu men ko'raman, u aksiyaga tikib qo'yganlarni har doim qarab o'tiradi-da. Halotini yo'qotib qo'ysa kerak bunaqa odamlar, qiyin-ku. Da, endi bitta narsani o'sha farqi katta-da, mana bu spekulyatsiya dedingiz, o'sha trading aynan shu. Oldi sotdi dedingiz-ku, aksiya bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi, unga kirib, mana arzonni sotib oling-da, qimmatroq soting. U yerda fundamental analiz yo'q, ya'ni tahlil qilishmaydi. Shunchaki arzonroqga olib, qimmatroqqa sotish harakat qiladi. Buni riski juda ham baland, halovatini yo'qotadi, chunki postoyanno faqat o'sha narxiga qarab o'tiradi. Ularni masalan analiz qilganda texnik analiz qiladi. Ya'ni kecha bo'lgan narxlarni, undan oldin bo'lgan narxlarga asoslanib, kelajakda qanaqa narx bo'lishiga qarashadi. Endi investitsiya boshqacharoq narsa. Investitsiya bu yaxshi narsani, aksiya bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi, yaxshisini, sifatlisini sotib olib, uzoq muddatda ushlab turish. Masalan, endi bu ko'chmas mulkka ham investitsiya qilishdagi-da. Bu endi ana ko'chmas mulkka perekupshiklar bor-ku, ular o'sha oldi sotdi bilan shug'ullanadi, tradingga o'xshab. Lekin uni sotib olib uzoq muddatga ushlasa, u boshqa narsa. U yerda odam o'sha ongini anaqa train qilish kerak, что mana men har kuni qarab o'tirmayman, narxlarni anaqasiga uzoq muddatga sotib oldimmi, yaxshiligini tushundimmi, analiz, tahlil qilindimi, o'sha fundamentalni analiz qilganda o'sha boyagi 3 ta anaqani gapirdik-ku kompaniyani, statementlarni, o'shalarni qaraydi, sog'lommi, sog'lom emasmi, brendi juda muhimda, qanaqa kompaniyaligi, menejmenti muhim. O'shalardan kelib chiqib agar investitsiya qilsa, ushlab tursa bo'ladi. Masalan, sizga endi masalan hozir siz hamma qilayotgan bizneslaringiz bu aktiv biznes. U o'zingizning mutaxassisligingizdan kelib chiqib qilayotgan aktiv biznes. Endi agar investitsiyani balki sizga xohlasangiz qilishingiz mumkin. Oldi sotdi emas, trading emas, balki uzoq muddatga investitsiya. U narsa zo'r narsa, aytayotgan narsa. U kerakli narsa. Aslida bu narsani targ'ib qilishimiz kerak biz. Bu narsa o'rgatolman shu narsa qilishga. Bu 100% kerakli narsa. Bu siz qayerdan bizga kim boshqa tashqaridan kredit olamizmi? Yo'q, bu shu to'g'ri sarmoya o'sha fond bozorini yoki bo'lmasam hozir mana blokcheyn orqali o'sha biznesni takomillashtirish ommalashyapti. Bu siz kelajak yo'q. Bu narsani qilishimiz shart. Men haligi imенно spekulyatsiyasini aytayapman. Endi men ham har gal gapiraman, mana spekulyatsiya tradingi, hattoki menimcha bu to'g'risini aytsam, anaqaga ham to'g'ri kelmaydi. Shariatga ham to'g'ri kelmaydi. Endi u narsa haqida 100% anaqa yo'q. Menimcha to'g'ri kelmaydi, chunki u yerda siz shunchaki prosta olib sotib olasiz. Lekin o'sha hamma narsani o'rganib, to'g'ri investitsiya qilinsa, bu juda zo'r narsa. Fond bozoridan hozir gapirdingiz, mayli oxiriga ushlab o'tirmayman. Masalan, boya gapirdik, bu sohada, ko'chmas mulk development sohasida umuman olganda O'zbekistonda hamma sohada eng katta muammo bu moliyalashtirish. Nimaga? Chunki bizning banklar faqatgina garov bo'lsa kredit berishadi. Hali endi bizda bu yomon deb bo'lmaydi, shunaqa tarixiy shunaqa qolib ketgan. Oldindan o'sha nima deydi, davlat banklari har bitta ministerstvani o'zini anaqa karmanidagi bo'lib kelganda, sekin-sekin bu narsalar o'zgaryapti. Va hozir juda ham ko'pchilik tadbirkorlik qilgisi kelyapti, lekin eng katta muammolardan biri o'sha pul yo'qligi. Bundan olib qarasangiz, masalan, Amerikaga qaraysizmi, ularda masalan малый средний biznes bu o'sha iqtisodiyotning backbone deyiladi, ya'ni asnovasida, fundamenti. Lekin uni qila olish uchun
odamlar borib o'sha kredit olib qila oladi. Bizda shu narsa yo'q. Nimaga u narsa kamroq bizda? Aynan o'sha fond bozorlari rivojlanmaganligi uchun. O'sha odamlar pulini yo matras tagida ushlaydi, yo yostig'ini tagida ushlaydi, yoki siz aytganingizdek 5-10 ta anaqa kvartira olib qo'yadi, bosib qo'yadi, bo'ldi. Pul aylanmaydi. Bu pul aslida qayerda bo'lish kerak? Bu pul fond bozorida bo'lish kerak, ishlash kerak. O'shanda masalan siz IPO qilib pulni jalb qilishingiz mumkin. Qolgan hamma mana bu katta kompaniyalar xuddi shunaqa pulni jalb qilsa bo'ladi. Hattoki odamlar hatto o'sha pulni matras tagida emas, bankda ushasa, bankka ko'proq puli bo'ladi, to'g'rimi? IPO bu initial public offering, ya'ni katta kompaniyalarni o'zlarini aksiyalarini birinchi marta ommaga, ya'ni siz va mendagi insonlarga fond birjasida taklif qilishi. Fond birjasi o'zi nima? Fond birja bu fond bozori, ya'ni oddiy bozorga o'xshaydi, faqat siz u yerda borib oziq-ovqat sotib olmaysiz, siz u yerda borib kompaniyani aksiyalarini sotib olasiz. Ya'ni qanaqadir kichkina ulushni sotib olasiz kompaniyani va pulini to'laysiz. Kompaniya esa shu pulni o'ziga jalb qiladi. Ya'ni kompaniya o'sishi uchun katta investitsiya jalb qilayotganda ommadan shunaqa qilib investitsiya jalb qila oladi. Misol uchun, hozirgi kunda siz agar Korzinkaga investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, qila olmaysiz. Lekin agar Korzinka kompaniyasi IPO ga chiqsa, ya'ni o'zini aksiyalarini fond bozorida taklif qilsa, siz bemalol Korzinkani aksioneriga aylanishingiz mumkin. O'sha bankga endi qarang, to'g'ri, hozir mana bizani endi 100% gaplaringizga qo'shilaman. Faqat mana bankda qarang, hozir bizda qadriyat bilan qadriyatga lekin zo'r yechim boshlandi. Yechimlarni zo'r paydo bo'ldi. Bu fond bozori va mana komanditniy tovarishство orqali IBANga o'xshaganlar yoki bo'lmasam men shaxsan hozir men biznesni takomillashtirish ustida o'ylayapman. Bu juda ham bizning dinimizga 100% to'g'ri keladi. Ya'ni ulushdorlarni jalb qilib, bu hech qanaqa bu yerda juda ham chiroyli anaqa Xudo xolasa hozir ishlayapmiz. Tokenizatsiya, ya'ni tokenlashtirish bu haqiqiy moddiy bor narsani onlayn raqamli blokcheynda maxsus token deb nomlangan belgiga aylantirish. U nima uchun qilinadi? Masalan, katta qimmat narsani kichkina bo'laklarga bo'lib, hammaga, ommaga dostupniy bo'lishi uchun qilinadi. Undan tashqari, u likvid bo'ladi. Ya'ni xohlagan paytda, istalgan paytda xohlagan odam uni sotib oladi yoki sotib oladi. Masalan, siz ko'chmas mulkni sotib olsangiz, uni sotib olish unaqa oson emas. Plus uni sotib olish uchun sizga juda ham katta miqdorda pul kerak. Token bo'lsa, bu kichkinagina ulushi bo'ladi. Uni xohlagan paytingiz siz sotib olasiz yoki sotib olasiz va shunaqa qilib investitsiya qila olasiz. To'g'risi, o'kaylar ham qilaman deb yurdim, siz bilan gaplashuvdim. Shoshmasligimning sababi ham birinchidan bu Xudodan bir menda Allohning fazli bilan, hidoyati bilan belgi beradi menga shoshmagin degan. Yaxshi ham shoshmagan ekanman. Hozir mana tokenizatsiyani o'ylayapman. Undan ham zo'r variant chiqyapti-da. Undan ham shaffofroq, undan ham osonroq va undan ham qonungarchilik taraflama bizda mukammalroq. Qimmatli qog'ozlar bozoridan ko'ra. Ikkinchisi ehtiyotkorlik. Ochig'i sizga da'vat etsam, siz ham qo'rqdingizmi? Risk ko'p dedim. Men ham qo'rqdim. Chunki hali nimaga qo'rqdingiz? Xalq ongi tayyor emas. Nimaga men qo'rqdim? Yo'q, xalq ongidan ham ko'ra bu katta mas'uliyat. Siz ham masalan shu narsadan qo'rqqaningizni men sizni qo'rqa olmayman. Sizni bu ichingizda iymoningiz borligini belgisi. Sizni ichingizda birovning puliga bo'lgan mas'uliyati borligini belgisi deb qabul qilinadi. Men ham shoshmayapman. Toki o'zimizni pulimiz bo'lsa boshlab borsa bu boshqa gap. Ertaga odamlarning pulini jalb qilishdan oldin 7 o'lchab emas, 77 marta o'lchab keyin kesishimiz kerak-da. O'shanga hozir bu narsani ustida ishlanyapti. Bu texnologiya, bu uslubsiz iqtisodiyot keskin o'sish imkoni yo'q. Tashqaridan bizga hech kim trillionlab, milliardlab, 100 milliardlab kredit bermaydi ham. Bizanikilar olmaydi ham. Uni qaytarish bor ertaga. Faqat ichki imkoniyatimiz bor. Uni faqat o'sha to'g'ri olib chiqish kerak. Bitta qilinsa, lekin o'sha to'g'ri olib chiqargan kompaniyalar ham insofli kompaniyalar bo'lib turib, birinchilar to'g'ri qilib bersa, agar u yog'i gupullab ketadi. Agar birinchilari mashayniklik qilsa, agar Xudo saqlasin, yana ko'p yilga cho'zilib ketadi yana.
Endi zo'r bo'lardi, chunki masalan investitsiya haqida gapirdik, mana ko'chmas mulk haqida gapirishni boshladik. Odamlar endi bugungi kunda faqatgina endi 2-3 narsani biladi. Oldin depozit bo'lardi, hozir u ko'pgina qadriyatlarga to'g'ri kelmaydi. Ko'chmas mulk bor, endi ba'zi bir mashinaga tikishadi, boshqa anaqa bizneslarga. Lekin agarda o'sha nima deydi, ko'proq instrumentlar bo'lsa, bu hammaga yaxshi. O'sha esingizda bo'lsa, biz siz bilan real estate private equity ni muhokama qilgandik. Yana bitta instrument, menga juda yoqadigan instrument REIT degan instrument, Real Estate Investment Trust. U xuddi o'sha aksiyaga o'xshab, uni sotsa bo'ladi. Odamlar masalan hozir Murad Buildingsdan bitta narsani sotib olish uchun kamida qancha pul kerak? Kamida 200 ming, 150 ming, endi minimal qancha parok, to'g'rimi? Men bordir. Da. Bu yerda masalan o'sha hamma $1 bo'ladimi, $10 bo'ladimi, $50 bilan ham kira oladi. Bu zo'r narsa, chunki ularga ham yaxshi. Ular o'sha narsani pulini investitsiya qilib, pulidan daromad oladi. Ham nafaqatgina sizga, balki butun boshqa kompaniyalarga yaxshi. Nimaga? Chunki ular o'shadan bemalol mana ulushdor odamlarni o'zligiga jalb qilib, investitsiya jalb qilib, kattaroq ishlarni qila oladi. Xudo xohlasa, xudo xohlasa boshlaymiz. Kichkinaroq narsadan bo'lsa ham boshlaymiz, lekin qilamiz bu narsani va boshqalarga o'rgatamiz. Bu narsani qilmasak, bu shuncha biznes g'oyalar, shuncha sharoitlar puchda, jonlantirib yuborish kerak. Qon quyib yuborish kerak ozgina biznesga. Zo'r bo'lardi, xudo xohlasa. Bo'ladi, xudo xohlasa. Men tokenizatsiya deb gapiryapsiz, u ham juda qiziq. U anaqalardan o'tib ketadi bu. Retaildan ham, boshqasidan ham, fond bozordan ham, meni shaxsiy fikrim, undan ham U chunki osonroq. Odamlarga shaffof и garantiraniyroq. Chunki blokcheyn algoritmini o'zgartira olmaysiz. Bo'ldi, o'tib bitilgan narsa bitilgan. Hech kim olib qo'ya olmaydi. Hech kim hech qayerda mashinatsiya qila olmaydi. Ko'proq anaqa tushuntirib bera olasizmi anaqasini? Tayyormisiz yoki yo'q? Bunaqa hozir nitriga qilib qo'ydik. Ertaga tayyor bo'lgandan keyin prezentatsiya qilamiz. Bo'ldi, zo'r. Juda ham xursandman. Qolgan fond bozorlariga qaraganda menda ko'proq bu takinlashtirishda ko'proq imkoniyatlar bor deb men shaxsan ko'rdim. Chunki bu уже anaqada, nima deydi? Masalan, hozir biz mana shu darajada bo'lsak, fond bozori mana bu darajada bo'lsa, tokenizatsiya mana bu darajada. Ya'ni siz bitta anaqani srazu anaqa sakrab o'tasizda. Bu ham zo'r narsa. Masalan, qog'oz pulni oldin bo'lardi. Hozir ham kimlardir bor, ishlatishadi. Yo'qotib qo'yishingiz mumkin, chirib ketishi mumkin yoki ko'tarib yurasiz, kattaroq pul kerak bo'lsa, kartochka ishlatib yurishadi. Kartochkani ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin, boshqa mumkin. Telefonga ulangan Apple Pay'da. Mana, bundan qilaman. Mana xuddi shunaqada. Daron chiqishda yangi texnologiya bu. Bu hisobotlaringizni hammasini ko'rsatib turadi. Xuddi shunaqa, bu ham yangi imkoniyatlar. Xudo xolasa shu narsaga hozir harakat qilamiz. Zo'r. Yana bitta intervyularingizda eshitdim, agar adashmasam Hikmat aka bilan Lazik aka bilan gapirgan intervyuzda aytdingiz, biz mana industriya bo'yicha birgalashib qilamiz. U o'sha assotsiatsiya haqida gap ketganmidi yoki assotsiatsiya ham bor. Undan tashqari men ko'p shu developer kompaniyalarning egalari, rahbarlari bilan men ko'p o'rtoqman. Biz masalan shu Golden House bilan ham, ta'sischilari bilan ham, rahbariyati bilan ham yoki o'sha Apex Development bo'ladimi, Shohsaroy bo'ladimi, yana kimlar bor edi bizda o'tda. Ko'pchilik bilan o'rtoqman. Ular bilan chunki fikr almashamiz, tajriba almashamiz, bir-birimizga yordam beramiz. Bu sohani rivojlanib, bu sohani bardavom bo'lib, yurtimizni nima deydi, iqtisodiyotiga katta hissa qo'shishida birgalikda ishlasak, bu yaxshi bo'ladi. Men o'rtoqman ko'pchilik bilan. Raqib degan, konkurent degan tushunchalar hozir mana birinchilardan biz statistika almashish metodologiyasini kirgizganmiz. Ya'ni davlat tarafdan hali statistika yo'q, oxirigacha qo'yilmagan. Shuning uchun biz har oy o'sha marketing taqdimotini qilganimizda har oy bizda analitik markazimiz bor. Xodimlarimiz boshqa o'sha hamkor kompaniyalarimiz bilan ma'lumot bizdan beramiz. Qancha kvartira sotdik, necha puldan sotdik, qaysi rayonda, qaysi proyektda sotdik, qayerda yangi ochyapmiz, hammasini ulardan ham olamiz. Nimaga? Qizil okean bo'lmasligi uchun. Bir-birimizni bundimizni o'zimizni cho'qimasligimiz uchun hamma kim qayerda nima qilayotganini qaytanga bilsa, bir-birini toptalamaydi-da, hamma o'zini nishasini topib ishlaydi. Bu nima deydi, konkurentlar bilan deydimiz o'sha
to'g'ri hamkorlik qilsangiz bu hammaga yaxshi bo'ladi. Bir-birini demping qilib urmaydi, bir-birini qiynamaydi. Qaytanga yordam beramiz bir xillarda. Masalan, boshqa kompaniya egasi bizada bir narsa bo'lsa yordam beradi. Bizada qanaqadir yangi texnologiya, yangi bilimli bo'lsa, biz mendan so'raydi ko'p kompaniya rahbarlari. Bemalol ochib beramiz. Bir-birimizga o'rgatamiz, naborot. Zo'r. To'g'risi, chet ellik qaysidir kompaniyalar kelgandan ko'ra o'zimiznikilar o'ssin. Rivojlansa o'ssin, hamma o'ssin. O'zimizniki topsa pulni shu yerda ishlatadi, shu yerda qoldiradi. Vatan shu yerda. Da. Chet eldan kelganlar baribir pulni olib chiqib ketadi-da baribir. Albatta. Bu yaxshi ular ham kelaversin, lekin o'zimizniki bo'lsa undan ham yaxshi. Hammaga win-win qilsa bo'ladi. To'g'ri menimcha anaqa. Hozir yana bitta savol, nima deydi? Yer olish qiyinlashdimi? Yer o'zi yo'q. Yer yo'q, Toshkent endi. Toshkent shahar, eski Toshkent shahar ichida yer o'zi yo'q. Ancha bo'ldi bu narsaga. Bo'lsa ham eski binolar, eski inshootlarning o'rni bo'lishi mumkin. Shuni yer ko'rinishida yer sotib olasiz, lekin buzib tashlaysiz. Boshqatdan qolasiz. Lekin mana yangi Toshkent, yangi O'zbekiston loyihalarida o'tdi, yerlar auksionda sotilyapti. Yerlar qanaqa endi? Yo'q, yerlar bor. 10 yil oldin ham, 15 yil oldin ham biz o'ylardik yerlar qolmaydi deb. Yo'q, 10 yil oldin ham bo'lgan, hozir ham topsa bo'ladi. Uni faqat narxi oshyapti. Faqat o'sha tartib o'zgaryapti. Bo'ladi ham, keyin ham bo'ladi. Ertaga vaqt keladi, 4 qavatlilar ham buziladi. O'rniga baland qursangiz ko'taradigan bo'ladi. Vaqt keladi, 9 qavatli binoni buzib qurish ham to'g'ri keladigan paytlar keladi. Har doim bo'ladi. Uy-joy har doim shahar tirik ekan. Iqtisodiyoti tirik ekan, har doim renovatsiya bo'lib turadi. Bu narsa hech qachon to'xtab qolmaydi. To'xtab qolgan shahar yoki davlatdan qo'rqish kerak. Bu aslida yaxshi emas. Degradatsiya bo'lib, ertaga yo'q ketishi mumkin. No, narx. Anaqa дело вопрос цены deydi-yu, shunaqa. Shunaqa. Endi qarang, masalan, ko'chmas mulkda menimcha har doim hammadan eshitgan narsam, o'zimni tajribamdan kelib chiqib, location deyshadi-yu, juda muhim narsa. Masalan, hozir bizani ko'rib turayotgan odamlar ko'pchilik balki o'ylashi mumkin-da, hozir qayerga investitsiya qilay, masalan, ko'chmas mulkka investitsiya qiladigan bo'lsam. Esimda hali student paytimda Amerikada, Angliyada mana bunaqa gapirardi. Har doim endi agar, конечно, pulingiz bo'lsa, eng zo'rini shaharning qoq sentridan olsangiz zo'r, undan yaxshisi yo'q. Lekin ko'pincha masalan, unaqa возможностьingiz bo'lmasa, unaqa imkoniyatingiz bo'lmasa, unda yangi up and coming area deyiladi. Ya'ni sekin-sekin o'zgarib narxi ko'tariladigan rayonlarni qidirardi-da odamlar. O'sha sal arzonroqman sotib olaydi, bu narsa sekin-sekin o'zgarib, o'sha yerdagi narxlar ko'tariladi. Bizning Toshkentda mana shunaqa up and coming rayonlar bormi, nima deb o'ylaysiz? Qaysi masalan, qaysi rayonlar yaxshi, lokatsiyalar yaxshi deb aytardingiz sotib olish uchun? Hozirgi Toshkent O'zbekistondami yoki Toshkentda? O'zbekistonda, Toshkentda. Uzoq muddatli bo'lsa, mana yangi Toshkent loyihalari uzoq muddatda bo'lsa, qisqa muddatda emas. Yangi O'zbekiston parki, yangi Toshkent loyihalari uzoq muddatda. Masalan, uzoq muddatli bizning imkoniyatimiz bo'lsa, biz ham o'sha yerda ko'proq yerlar olib harakat qilardik. Lekin juda katta uzoq muddatga o'ylaganimiz uchun bitta ikkita loyihalar qilyapmiz, lekin katta ola olmayapmiz. Bizga undan ko'ra qisqa muddatli, hozir aktual qimmatroq bo'lsa ham, hozir jozibaligi baland joylarga hozir biz loyihalar ko'proq qilyapmiz, chunki aylanma anaqa оборотlarimiz hali juda katta emas, aktivlarimiz juda ham. Yoki bo'lmasam arzon moliyaviy podpitkamiz yo'q, hali arzon bo'lsa-ki, masalan, qaniydi endi chet ellik banklar bilan, fondlar bilan yiliga 3%, 4% li kreditli liniyalarimiz bo'lsa deb bang'allatib yarim Toshkentni olib qo'yardi. Hozir unaqa narsa yo'q, chunki pul qimmat hozir. Pul qimmatda. O'shaning uchun shoshmayapmiz unaqa uzoq muddatli narsaga, chunki cash flowni buzib qo'yadi. Cash flowni buzib qo'yadi ertaga realizatsiya qila olmaganingizdan keyin katta aktiv bor yerlar, zo'r yerlar ololmaysiz-da. Bizga katta uzoq muddatga aktivni zamorozka qilish moliyaviy ko'rsatkichlarimizni buzib qo'yadi. Moliyaviy ko'rsatkich nima? Faqat pulga ketadimi? Yo'q. Moliyaviy ko'rsatkich bizani bugun bormizmi, ertaga yo'qmizmi, taqdirni hal qiluvchi narsa. Bu narsa xohlaganimiz uchun emas. Ertaga qiynalib yo'q bo'lib ketmasligimiz uchun moliyaviy ko'rsatkichga amal qilamiz. Shirin ko'ringan yerni ham boshqasiga yaxshi odamga nasib qilsin deb tashlab chiqib ketamiz-da ba'zilarda. Qatta aktual desangiz, upcoming o'sish
imkoniyati baland o'sha yerda aytdim sizga. Keyin mana bu Mirobod, Yashnobod tumanidagi mana bu Farg'ona yo'li atroflari, Sarakulka taraflar, sentrga nisbatan yaqinroq. Yunusobodga yaqin taraflari bu yoqda. Yana qatlida bor. Bu yoqda Mirzo Ulug'bek tumanida Qorasuv taraflar, geofizikaga yaqin taraflar, o'sha yerlar upcominglarga yaqin bo'lsa kerak. No qisqa muddatda emas-da. Vaqt ketadi unga. Yangi hayot qisqa muddatda emas yana ham. Okay. Keyin mana ko'pincha masalan yana bitta savol, odamlar narsa sotayotganda, ko'chmas mulkka investitsiya kiritayotganda aniq menimcha balans tutish kerak. Mana bitta variant bu kotlovan olish mumkin-da, o'shani capital gain, ya'ni ko'chmas mulk narxini oshishini kutish mumkin. Yoki bo'lmasam уже tayyor bo'lgan narsani olib, uni arendaga berib, o'tdan уже daromad olish mumkin. O'sha narsani qanaqa qilib to'g'ri balans qilish kerak? Masalan, mana bizani hozir ko'rayotgan odamlar ko'chmas mulkka investitsiya kiritishmoqchi. Qanaqa qilib to'g'ri o'ylash kerak? Nima deb o'ylaysiz? Cash flow keladigan joy kerakmi yoki yo'q, anaqa narx o'sadigan joy kerakmi? Bu narsani men maslahat berishim noto'g'ri bo'ladi. Qayerdadir boshida pul tikkan yaxshi bo'ladi, foydalari ham ko'proq bo'ladi, lekin u riski ham, haligi aytganingizdek, risk rewards bor, riski ham bor. Shunga yarasha. Hatto masalan, men degan developerlarda ham nol emasda risk, bor risk. Lekin bozorda riski bor kompaniyalar yetarli. Ikkinchi tarafdan ijaraga beradigan biznesda riski pastroq, bor o'tda ham risk. Pastroq, lekin daromadi ham ancha past. Hozirgi kunda bilishim bo'yicha dollarda hisoblasangiz, o'rtacha 8 maksimum 10% beradi. O'shani ko'pchilik o'sha narsani qanaqa hisoblashni bilmaydi. O'sha narsani masalan bitta nima deydi? Kvartira anaqa misolda tushuntirib bera olasizmi? O'sha rental yieldni qanaqa hisoblaydi? Endi men bilaman qanaqa hisoblashni. Boshqalarga o'sha oylik arendasi keladi, uni 1 yilga 12 ga ko'paytiradi, 1 yilligini oladi, narxiga bo'ladi. O'shanda rental yield. Ha, lekin u yerda ko'p narsalarni hisobga olish kerak. Bu juda qo'pol qilib aytganda, shu yillik daromadingizni kvartira narxiga bo'lib yuborishingizda 10% qo'pol. Gross. Nettosi bor, ya'ni o'sha ijaraga berganingizda baribir iznos bor, amortizatsiyasi bor. Ikkinchi tarafdan teskariga oshishga ishlaydigan ko'chmas mulk keyinchalik o'zini oshish narxlari hamma narsani hisoblash kerak-da, baribir o'sha prognozirованный o'sha rostlarni formula imkon bo'lsa. No ko'p shu ijaraga beruvchilarni hisob kitobini ko'p eshitaman-da, endi ularni oyiga 1% bo'lsa yetadi deb qo'yishadi-da. 12% yiliga bu ancha yuqori. Shunaqa deyishadi. Masalan, 100 ming bo'lsa, bir oyga 1000 so'm berib tursa yetadi deyishadi-da. Bu juda qo'pollashtirilgan, lekin chunki men hozir aytayotgan sifralarni hozir sizga NPVlarni hisoblasak, depreciationlarni kelayotgan cash flowingiz har oyiga pullaringizni, depreciation rasxodlaringizni hammasini hisoblasak, juda mukammal formulada. Buni biz siz bilan qila olamiz. Eshituvchilar hamma ham qila olmaydi. O'shaning uchun qo'pol qo'yayotganda hali 1% deydiganlar bor. O'sha orientir hozir ko'pchiligi. No bu yerda ham to'g'ri, noto'g'ri men aytishim noto'g'ri bo'ladi. Zamirxon, men bu subyektiv. Bu yerda kimdirga bu qiziqroq, agar shu loyihani shu developer yaxshiroq tushunsa, albatta, masalan, Kotlovandan men kecha hisobotni ko'rdim. 3 ta loyihamizni, oxirgi 3 ta loyihamiznikida qaysidir bittasi yiliga 27% narxi oshgan. Kotlovandan boshlab, sotilgan narxdan boshlab. Qaysidir bittasi 22% oshgan. Dollarda emas, dollarda. Qaysidir bittasi 12% oshganda. Shuning uchun o'sha loyiha developerni yaxshi tushunadigan inson, developer ichida loyihasini va uni lokatsiyasini tushunsangiz, siz shu sohani ozgina bo'lsa ham, o'zingiz developer bo'lmasangiz ham shu narsani ozgina tushunsangiz, bu yerda daromad ko'proq. Chunki uni ham taniysiz, bilasiz, kompaniyani ham kimligini, qanaqaligini, loyihasini ham, lokatsiyasini ham bilganingizdan tiksangiz, albatta kattaroq pul topishingiz mumkin. Lekin u narsani bilmasangiz, ko'r-ko'rona siz risk imini kelib siz yutqizib qo'yishingiz mumkin-da, hamma yutayotgan paytda-da. Ya'ni investitsiya qilayotganda har qanaqasiga birinchi o'rganib, yaxshilab ko'rib chiqib, tushunmagan narsaga iloji bo'lsa pul tikish kerak emas. Warren Buffett gapini gapiryapsiz, ha? Bilmayman, Warren Buffett ham shunaqa gapirgandir-u. Tushunmagan narsaga tikish kerak emas pulni.
Menga ham rosa ko'p taklif bo'ladi. Ko'p joylarga tushunmagan narsamga tikmayman pul. Lekin tushunmagan narsangizni balkim daromad ko'proq bo'lishi mumkin. Mana bunga o'xshab. Kvartirani sotib olib tayyorni arendaga bersangiz 8-10%, bu yerda 20-25%. Lekin tushunmaysiz. Tushunmasangiz tikmang. Lekin bunga tiksangiz ham buni o'rganing. O'rganing, bu yo'lni o'rganingki, ertaga tushunib turib tikib, kattaroq daromad ko'ring. Mana developerlarni qaraydigan bo'lsak, nimaga ahamiyat berish kerak? Mana ko'chmas mulk sotib olmoqchi kimdir, hammani ham masalan sizdan olishga, Morat Buildingsdan sotib olishga qurbi yetmasligi mumkin. Boshqalarga boradigan bo'lsa, nimalarga ahamiyat berish kerak? Chunki developer riski bor-da, o'sha ko'p gapirmaydi, menimcha boshqalarni ham xafa qilib. Yo'q, boshqalarni gapirmay, prosta anaqa nimaga ahamiyat berish kerak? Qarang, imkon bo'lsa, aqli yetsa, oddiy narsa birinchi nechta loyiha qilgan va ularni o'sha loyihalarni borib ko'rish kerak. Imkon bo'lsa, endi bu kichkina oson ish emas, o'sha yerdagi qo'yni qo'shnilardan so'rash kerak. Ular qanchalik kutgan narsasini vaqtida oldimi, kutgan va'dasini usti sifati bilan oldimi, o'shani ko'rish kerak. Imkon bo'lsa. Bundan tashqari o'sha sotilayotgan loyihasini xatmi hujjatini o'zi aqli yetmasa, boshqa hozir rosa ko'p brokerlik agentstvalar chiqib ketdiki, hujjatini auditini qilib beradi. Ruxsati bormi, yeri o'zini balansdami, o'zini balansi bo'lmasa qanaqa o'zaro shartnomasi bor, proyekt tamoman bitganmi, ekspertizadan o'tganmi, registratsiyadan o'tganmi, butun paket dokumentini auditini qilib beradigan kompaniyalar bor. Ularga murojaat qilish kerak. $500 ayash kerak emas. Ertaga 100 ming pulinglarni tikib olsanglar, hammasidan ayrilgandan ko'ra $500 ayamasdan o'sha professionalga murojaat qilinglar, tekshirib bersin. Uchinchisi, endi imkon bo'lsa, balkim shu broker yoki boshqasi kompaniyani moliyaviy o'shani statementini ko'rib bersin. Sog'lommi bu o'z kompaniya, sog'lom emasmi? Bu ham juda qimmat narsa emas. Agar shubha bo'lsa, endi albatta lotereya olgandek oladi. Shubhasi bo'lmasa, mana yaxshilab o'rgangandan keyin qarorini qabul qilsa to'g'ri bo'ladi. Tekshirish kerak. Kompaniyani sog'lom emasligini va o'tmishini ham ozgina qarash kerak. Bu yerda track record aytasiz, ya'ni qanaqa ishlagan, gapirgan gapini qilib o'sha narsani olib kelib ham bittasi yo'qmi? Ikkinchisi, dokumentini auditini qilish kerak hammasini. Qanchalik bu narsa to'g'ri, noto'g'ri. Uchinchisi, financial statementini ko'rish kerak. O'shaning uchun ham odamlar mana bu dokumentini tekshirmagani hisobiga ko'pchilik anaqasini oladi, kadastr bo'lmaydi, boshqa narsasi bo'lmaydi va to'g'rimi shu? Shunaqa. Masalan, ba'zilarning kadastri ham bo'ladi. Financial statement, ya'ni moliyaviy sog'lomligini holati yaxshi bo'lmagani uchun ko'p holatlarda o'sha kompaniya o'sha klientlar mijozlarning puliga qurilgan uylarni zalogga qo'yib kredit olib tashlaydi. Bo'ldi-da, u zaмкнутый kruгda kvartirani qaytarib berish uchun kredit to'lab qo'yish kerak, kredit to'lash uchun klient oxirgi pulini to'lash kerak. Klient to'lamaydi, qachon kvartira unga o'tmaguncha tupikka kirib qolishadi-da. Men bu sxemani bilmagan ekanman. O'shaning uchun mana shu narsalarga qarab, o'rganib, erinmasdan, agar bu narsaga aqli yetmasa, unda $500 ayamasdan. Agar o'shanda ham bular ham hali kuchli emas. Bor, kompaniyalarni ko'rdim, tekshirib beruvchilar. Kuchli emas ular ham hali. Lekin tushunmagan narsaga undan ko'ra kirmagan yaxshi. Okay. Yana bitta narsa, qanaqa yana anaqalarni bilish kerak. Mana kimdir ko'chmas mulk sotyapti, birinchi marta nima qattiq qanaqa fe'li bor, aniq to'lovlari, notariusi bor, boshqa narsa bor. Chunki ko'pincha bitta narsa odam rejalashtiradi, oxiri ancha ko'proq to'laydi. O'sha narsalarni bilsa, oldindan yaxshiroq byudjetlashtira oladi. Katta rasxotlar yo'q unaqacha. Katta rasxotlar yo'q. Asosiysi shu, bilgan narsaga tikish tikmasligi. Ikkinchisi, kerak bo'lsa olish kerak, kerak bo'lmasa olish kerak emas. Yana bitta narsa to'xtatib o'taylik. Ko'chmas mulk ham har xil bo'ladi. Jiloy bo'ladi, turar joy, noturar joy bo'ladi. Masalan, skladlar, endi O'zbekistonda masalan oddiy insonga turar bilan noturar bo'lsa kerak, magazin yoki ofis, lekin keyinchalik balki boshqa narsalar ham ommalashtirilar. Lekin hozirgi kunda masalan o'shalarni qaraganda nimani o'ylash kerak insonni? Nima deb aytasiz? Men hozir bu yerda mana shu savollarga javob bersam noto'g'ri bo'ladi. Хорошо. Bu yerda baribir men bu yerda sotuvchi, quruvchi pozitsiyasidaman-da. Noto'g'ri bo'ladi bu yerda bu narsani aytsam, bu yerda shu bozorni professional realtor va brokerlarini
fikrni olsangiz to'g'riroq bo'ladi. REIT haqida ham gapirib o'tdingiz. Yana bitta instrument bu IPO ga chiqish. Ya'ni siz Murad Buildings aksiyalarini birjada anaqa taklif qilishingiz, ommaga taklif qilishingiz. Shu narsalar haqida hech o'ylaganmisiz? Endi masalan sizlarga bemalol qila olsangiz bo'ladi, chunki kompaniya shaffof, track recordi bor, reputatsiyasi bor, brendi bor va menimcha bunaqa kompaniyalar IPO qilsa zo'r bo'lardi. Shaffof IPO ga chiqish uchun tayyorgarliklarni boshlaganmiz desak to'g'riroq bo'ladi. Va IPO ga chiqish xohlagan paytimizda IPO ga chiqish holatiga keltirib qo'yishimiz kerak. Bu narsa harakat davom etyapti. Lekin IPO ni qilamizmi, qilmaymizmi, hali bunga ehtiyojimiz bo'lmagan. Bir qanaqadir o'zgarish bo'lganda IPO qilishimiz mumkin. Uzoq muddatda etishi mumkin. Masalan, orzularimdan bittasi xalq kompaniyasiga aylantirib yuborish. Ya'ni xalq ulushdorligini berib, lekin bu yerda ham o'ziga yarasha hali vaqtli. Bor narsani bu orqali o'ldirib qo'yishimiz ham mumkin bu biznesda. O'shaning uchun shoshmasdan tayyor turaversin, balkim sekin ulushni berib xalq ham ungacha pishib yetib oladi-da. Haligi deputatlarni o'g'ri deymiz, deputatlarni xalq vakilligini tushunadigan zamon kelganda ulushni ham to'g'ri qadriga yetadigan bozor, jamiyat paydo bo'lganda ulushimizni beramiz. Suda o'lsin deydi-yu, jonimiz bilan. Lekin hozir u narsa to'g'risida qilamiz, qilmaymiz degan narsa yo'q, tayyorgarlik ketyapti. Ehtiyot shart, o'sha hamma narsa tayyor, sekin tanlanadi. Chunki uni qilamiz desangiz 1 yil, 2 yilda tayyorlamaysiz. Bu ajoyib vaqt ketadigan narsalar. Necha yillik taraqqiyotsin. Da. Keyin yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Masalan, ko'pincha menga shu savol so'rashadi. Faqatgina masalan endi O'zbekistonda ko'chmas mulki bor. Boshqa mamlakatlarga ham diversifikatsiya sifatida qarashsa, Turkiya bo'lishi mumkin, Rossiya bo'lishi mumkin, endi odamlar biladigan, Dubay bo'lishi mumkin, endi ba'zi birlar Amerikaga qaraydi. Prosta o'zingizni qanaqadir fikrlaringiz bormi bu haqida yoki ularni ko'chmas mulk bozori haqida? Men qarang, boshqa mana qarang, nima bunaqa narsa-da. Yana o'sha bozor qonuniyati. Qaysi bozorda foyda daromadi balandroq bo'lsa, shuncha risk baland. Qanchalik riskingiz past bo'lsa, shuncha daromadingiz past. Masalan, o'sha oddiy Dubay bozorini ham olsangiz, men ham masalan ko'rdim, chiroyli joylar ko'rdim, olgim kelgan uylar bor. Lekin olmadim. O'rtoqlarimga ham olishga unaqa tavsiya qilmadim. Men hisoblab ko'rdim. Shu uyni olaman, nima qilaman? Oshadi. Oshish tendensiyasini ko'rdim, yiliga o'rtacha 4-5% oshar ekan. Уже oshib bo'ldi. Уже oshib bo'ldi, tem bo'ldi, kichkina muddatda 4-5% oshyapti siklda. Katta siklda ertaga tushib ketishi ham mumkin. Hozir chunki imomda baland turibdi. Bilib bo'lmaydi, balkim tushmas, bilib bo'lmaydi, lekin o'sganda ham o'sha yiliga 4-5 o'syapti. O'sish paytida ham tushishni hisoblamayapman hali minusni. Katta daromad keltirmaydi. Xo'p, olgandan keyin nima qilaman bo'lmasa? Daromad ko'rish maqsad bo'lmasa, yashashmi? Shu chiroyli joyda, okey. Yashasam ham yonidagi uyni so'rasam arendasini 5% ham chiqmayapti. Ya'ni masalan $100,000 uy bo'lsa, условно говоря, $100,000 bo'lsa, arendasini $3,000 beryapti. Yo'q, uçmayapti, $300 beryapti. $300 beryapti. $300 yiliga 3600 bo'lyapti. Plasda bunaqa narsa. Baqaman pulni bu yoqqa zamorozka qilib. Yashagim kelsa, arenda to'lab yashab yura qolaman. Pulni zamoraz qilishga arzimaydi. Endi bozorda ko'proqcha pul topadigan emas. Pulni saqlab qo'yishga, tashab qo'yishga joylar bo'lsa kerak balki. Shunaqa bo'lsa kerak. Menga qiziq ko'rinmadi joy unaqa. Meni shaxsiy fikrim, уже juda ham bozor ko'tarilib ketdi. Har bitta bozorda baribir global anaqalar bo'ladi, nima deydi, korreksiya bo'ladi. Hozir butun dunyoda anchagina nima deydi, noaniqlik ko'p. Hamma o'ylaydi, nima deydi, Dubay aytasizmi? Dubay aytaman-da. O'shanga o'tda ham baribir korreksiya bo'ladi. To'g'ri, o'tda nima deydi, demand bor, ya'ni talab bor, lekin baribir ham уже unaqa ko'p talab yo'q-da. Уже menimcha olmoqchi bo'lganlar pandemiyadan boshlab уже ancha olishdi. O'shanga qancha ko'p ko'tarilishi menimcha hali. Da, endi men o'zimda. Men ham fikrim shunga yaqinroq. Lekin yana bir joy bor. U Dubay shayxlarini qo'tgan ishlarini qarang. Bu endi tushishga qo'ymayapti. 2 yildan bir hamma tushadi kutyapti.
2 yildan beri oshyapti. 4-5% oshyapti, lekin oshyapti. Nimaga? Qarang, ularni millionerlar oqib ketsin, milliarderlar oqib ketsin deb qo'yotgan yangi zapusklarni qarang. Oqib kelyapti, pul oqib kelyapti-da. Qarang. Menimcha Dubay bu anaqa nima deydi, fenomen bor-ku. Вообще fenomen. Shunaqa zo'r monetizatsiya qilishgan, tasavvur qiling. Hech narsasi yo'q joy. Oddiy cho'lda, даже neftligi ham yo'q-da ularni. Lekin shunaqa zo'r konfetka qilib qo'ygan, butun dunyodan hamma o'sha yerga borgisi keladi. Dubayda qarang, suv qimmat, hamma narsa qilib yashash qimmat, hamma narsa qimmat. Lekin butun dunyodan puli borlar oqib kelyapti. Nimaga deb o'yladim-da. Birinchisi qonunni ustuvorligini ta'minlab qo'ygan aniq qonun bor va u qonunga amal qilish bor. Siz u yerda yashasangiz, ishlasangiz, nima mumkin emasligini ko'rib, aniq bilasiz, shunga amal qilsangiz, hech kim sizga tegmasligini. Qarang, garantiya prav. Ikkinchisi soliq tizimini. Qarang, ikkita narsa qolgan hamma narsani kaforat qilib qarang. Oqib kelyapti-ya. Bu yili 110 mingta millioner kutyapti Dubay. Endi bu 100%, chunki masalan Yevropada soliqlar juda ham baland, Amerikada soliqlar baland. O'zim 50% to'lardim o'z vaqtida. O'shanga bu zo'r. Yana bitta narsa qo'shardim. Menimcha ular innovatsiyaga shunaqa zo'r anaqa yondashishadi. Постоянно yangi narsalar aytdingiz, o'zingiz ham anaqa kirgizishadi. Hozir Dubay, men 2010-yilda Nyu-Yorkdan Dubayga ko'chganimda hamma ustimdan kulgan, bilasizmi? Aytishganki, "Voy, sen jinnimisan?" deb so'rashar, aytishardi. Hattoki Dubaydagi ishlaydigan anaqa o'zimni tanishlarim. Las Vegas, hozir endi bu 15 yildan keyin ancha o'zgardi. Hozir hammani anaqasida Dubayga borib kelishim kerak degan, butun dunyoda hamma o'shani o'ylaydi. Chunki ular o'sha innovatsiyani olib kelishdi. Hozir любой qanaqadir sferani qaraysizmi, industriyani qaraysizmi, eng zo'r, eng anaqa advanced nima deydi, eng rivojlangan narsada o'sha Dubayda bo'ladi. O'shanga bu tarafdan, конечно, men Dubayni juda ham anaqa hurmat qilaman. Menimcha juda zo'r va ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Endi yana bitta narsa so'ramoqchiman. Hozir mana ancha ko'chmas mulk haqida gapirdik. Investitsiya haqida gapirdik. Mana hozir boshida menga aytdingizki, aytaman masalan, ko'pchilikka agar yashamasang, pul keltirmaydigan bo'lsa, ko'chmas mulkka investitsiya qilmagin. Undan ko'ra o'sha pulni оборотga, masalan, biznesga, aktiv biznesga tikishni tavsiya qilasiz. Aktiv biznesga vaqti bo'lmagan odamlar uchunchi nimaga tikishni tavsiya qilardingiz? Mana bu ikki bor. Jahongir degan bizneslarda bir xil u yoq bu yoq har xil gaplar gapiryapti-ku, endi kam-pam, lekin tushunmagan sohaga kirib riskka kirgandan ko'ra va ikkiga tikib turgan yaxshi. Nimaga desangiz, Jahongir aka o'zlarini ham, boshqani ham hurmatini biladigan inson. Birov masalan o'sha yerda pul yo'qotishiga yo'l qo'yadigan inson emas. Bu eshitishim bo'yicha taxminan dollarda 13, 12, 14 yomon emas. Yomon emas, o'sha yoqqa tikib tursa bo'ladi. Va nimaga aytayotganim, agar siz bilmasangiz ham aktiv biznes. Lekin V2ga o'xshagan va undan-da kuchliroqlari chiqa boshlaydi, ko'payib. Bu menimcha eng yaxshi sarmoya kirish uslubiga aylanadi. Meni fikrim bo'yicha. Tillani ko'pchilik aytadi. Tillada pul ishlanilmaydi. Tillada pul saqlaniladi. Tilla hech qachon oshmaydi narxi. Tilla oshmaydi narxi. Boshqa valyutalarning narxi qadrsizlanishi mumkin. Tilla absolyut ko'rsatkich. Prosta aniq o'shab turadi. O'shab turadi. Ko'paymaydi ham, kamaymaydi ham. Uzoq muddatda, qisqa muddatda bunaqa bo'lib chiqaveradi-yu, dunyodagi tinchlik, notinchlik, valyutaga ishonch bo'lgan o'sha qiymatini ko'rsatib beradi. Ko'pchilik adashadi, tillaga tikadi. Bir xil tillada pul ko'paymaydi. Savingsga okey. Safe haven, ha. Atak mana shunaqa ishonchli fondlarga yoki ishonchli o'sha anaqa qimmatli qog'ozlarga tikkan yaxshi deb o'ylayman. Okay. Keyin masalan siz Yaponiyada o'qigansiz. Yaponiyada endi dunyoni ham ancha kezasiz. Men eshitganmanki, Yaponiyada haligacha 800 yillab ishlagan kompaniyalar bor-da, ancha buncha. Ularni o'sha muvaffaqiyat yo'li aynan shuncha yil, shuncha asr ishlab kelayotgani ular hech qachon qarz olmasligida. O'sha haqida endi bilaman, masalan, sizni biznes modelingizda bu anaqa
kerak narsa. O'zi bu umuman olganda biznesni qarsiz yurg'izish juda ham qiyin. Lekin insonga hozirgi kunda menga nima qiziq, sizga o'sha odamlarga ayniqsa yoshligi qarz bilan munosabatni ozgina anaqa tushuntirib bersangiz, qanaqa sizni munosabatingiz kreditovaniyaga, qarzga? Chunki ko'pchilik mashinaga o'zi qurbi yetmaydigan mashinaga qarz olishadi, iPhone'ga 50-60% рассрочкаga olib. Men hali ham domda yashayman. Hozir 250 kvadratli domda yashayman. Biznes boshlaganimdan boshlab hovlidan chiqib ketganimdan keyin 2 yildan beri domda yashayman. Оборотli katta, daromadli katta, lekin hali ham bu yilgi daromad, o'tgan yilgi daromadni taqsimlashda qarasam, qarzlarimiz bor, o'shalarni yopishga yo'naltirilyapti. So'nga kelib 10dan birini bo'lsa ham beringlar, uy qurib olsam bo'ladi o'zimga desam bo'ladi. Mayli, qarzdan yopinglar, chunki shu paytgacha shu o'sishga sabab bo'ldimi, shuni благодаря deb deydi, shu tufayli shu narsaga erishildimi, o'sha teshuvlarni hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yinglar. Ertaga yana silliq bo'lgandan keyin nimaga qarzingiz bo'lsa, uyingizni ham halovat topolmaysiz, yurgan mashinangizni ham halovat topolmaysiz. O'shaning uchun men ayolimdan, mendan ham kuchli bu taraflama, juda ham o'zi shundaqa mana mas'uliyatliman-ku, lekin ayolim bir xillarda qattiq anaqa qiladiki, uni tezroq yopib yuborib qolaylik, mana buni tezroq anaqa qilib qo'yaylik deydi. Qarz emas u deb qo'yaman-da, u qarz emas. Bu masalan qaysidir yerda sherikchilik omonatda anaqa yopib yuboraylik, shu odam anaqa hech kimga bog'liq bo'lmasin yuradi. Xo'p deyman-da, shunaqamiz. Qarz yomon narsa. Qarz bor odam baxtli o'zini his qilishi qiyin. Qarz gubительный narsa keyin, xatarli narsa. Mana u kreditovaniya, moliyalashtirish, fintexlarni aytmayapman. Chist vidi qarz aytolman, yomon narsa. Lekin ba'zilar fintech, kredit va bunaqa narsalarni keskin qoralab chiqarganlar ham bor. Men ularni noto'g'ri demayapman. Lekin men ularga ham masalan to'g'ri ham demayman. Chunki kredit olish kerak emas. Agar kreditni tushunmasangiz, yaqin kelmang kreditga. Yaqin bormang kreditga, o'ldiradi kredit. Lekin kreditni yoki moliyalashtirishni mexanizmini tushunsangiz yoki tushunmasangiz boshqa davlatlar bor, busiz siz yashay olmaysiz. Siz yashay olmaysiz u davlatda. Masalan, Amerika bo'ladimi, Yevropaning qaysi davlatlari, Yaponiyada bo'ladimi? Yoki hatto Dubay ham olaylik. Siz o'zingizni pulingizni tikdingiz, qurdingiz. 100 so'm tikdingiz, 110 so'm foyda qildingiz. 10% rentabilitet. ROI. 110 so'm oldingiz. Lekin shu qurib bitkazib sotganingiz uchun sizda masalan 3 yil pul vaqtingiz ketdi. 10% 3 yilga bo'lib yorsangiz, NPV'lar bilan boshqa bilan 3,5 ham chiqmaydi hatto. Обесценивание hisobiga. Shuni hisobiga siz уже minusga kirib ketasiz, bilmagan holda. Minusga kirib ketasiz. Lekin shu 100 so'mdan 20 so'mini, 25 so'mini tikdingiz. Siz buni yaxshi tushunishingiz kerak. Agar tushunmasangiz bu ham yaqinlashib bo'lmaydi. 20 so'm, 25 so'mni tikdingiz. Bu yerda 2% yoki 75% moliyalashtirish topa olsangiz, Yaponiya masalan aytaman. Dubay bo'ladigan bo'lsa 4%, 4,5%. Уже arbitraj bor. Topayotgan уже ROI'ingizdan mana bu расходlarni olib tashlagan hisobiga sizni ayrarlaringiz уже minusavoy yoki 2-3 emasda sizni ayrarlaringiz 15-20% chiqadi. O'zingiz pulingiz bilan ne то что rivojlanish, siz joyingizda ham to'xtab tura olmaysiz. Siz minusga ketib qolishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa yurt o'lkalar bor, shunaqa jamiyat, bozorlar bor-da. No, bizda ham xuddi shunaqa. Bizda ham. Mana o'zingizni pulingizni tikib turib qursangiz hozir yoki biznes qilsangiz, ayraringiz balkim 20% bo'ladi. Zo'r 20% dollarda hisoblasa. Lekin siz moliyalashtirishni jalb qilsangiz, o'sha 20% dan arzonroq 7, 8, 9% moliyalashtirishni agar jalb qila olsangiz va bunga puxta ishlangan biznes prosesslaringiz, biznes modellaringiz hammasi puxta bo'lsa, shunda agar siz kamidan nima deydi, professional bo'lsangiz, ayralaringiz 20 emas, 200% qilishingiz mumkin. Bu chunki sizga плечо finansiy. Buni tushunish kerak-da. Bitta harakat bilan 10 ta anaqani qolishingiz mumkin. Buni tushunishingiz kerak.
Olovga o'xshaydi kredit. Einstein Foydalanishni bilsangiz, ko'p narsaga ishlatasiz. Foydalanishni bilmasangiz, kuyib yonib o'lasiz. Einstein o'z vaqtida qarang, tasavvur qiling, 100 yildan уже oshdi Einsteinga. Aytganki, compound endi u murakkab foiz. O'sha imенно yoki boshqacha men uni compound effect deb aytaman. Nima degan? Bu dunyoni 8-mo'jizasi degan. Kimki uni qanaqa ishlashini bilsa, doimiy ravishda undan faqatgina oladi, foyda qiladi. Kimki uni ishlashini bilmasa, faqatgina umrbod shu narsani to'laydi. Einstein juda ham aqlli odam bo'lgan. U juda ko'p sohalarda gapirgan gaplarini hali odamlar tushunmayapti uni. Einstein juda chuqur odam bo'lgan. Mana hozir gapingizni ham bir xilda u deydi, bu deydi, 1% ga ham kirmagan odamlar tushunadi ma'nosini. Juda kuchli gap bu hozir gapirgan gap. Endi o'shani masalan odamlar tushunish kerak-da. Biz hozir endi biznesda gapirdik. Biznesda обязательно baribir finansирование olishingiz kerak, chunki usiz qiyin biznes boshlash. Lekin men hozir sizdan nimani xohlayapman eshitishni, siz mana aytdingiz. Masalan, hali ham o'sha men katta hovlida yashamayman, domda turaman. O'sha lifestyle inflation degan narsa bor. Qancha ko'p inson pul topsa, nima qiladi? Shuncha ko'p darrov unaqa. Olgim kelyapti, men olishim shart. Sizda o'sha narsa qarzim bor-da. Siz o'sha narsani endi bu narsa aytyapsiz, o'zingiz xohlasangiz borib ola olasiz, lekin siz o'zingiz disiplina qilib qilasiz, intizom qilib. Men birinchidan u menga o'sha investitsiya qilgan odamlarning oldida ham qanaqa odam bo'laman. Ularni masalan joyiga hamma narsani qo'yib qo'ymasimdan turib, unaqa joy olsam menga ertaga hech kim pul tikmaydi. Birinchidan. Ikkinchidan o'zim o'tda qanaqa yashayman? Aniq qilib qolmasimki, men nima deb o'ylayotgan ekan deyman. Hammasini yopib olaman. Xudo xolisa rejam bor. Uzun cash flowga tiqib qo'yganmiz, bu yil qilaman, xudo xolisa. Bu yil hammasi teshuvlarimizni ham o'sha omonatda yoki sherikchilik, o'sha обязательствоlarimizni ham hammasini joy-joyiga qo'yib, qarz emas u. Sherikchilikdagi обязательствоlarimiz, dollarlarni hammasini berib, inshaalloh keyin ko'ngil xotirjam o'sha uyimni ham quraman, boshqasini ham qilaman. Qanaqa maslahat berardingiz? Mana men shu narsani ko'ryapman-da yoshlarda. Bizda endi bu yana qadriyatlarga borib taqaladi bu narsa. Masalan, Amerikada turganman, Dubayda turganman. U yerda odamlar odamni ongini anaqa nima deydi, qadrlaydi, bilimini qadrlaydi. Bizda ozgina ko'proq anaqa bo'lib qolganda, nima deydi, materialniy narsalarni qadrlashadi. Odamni telefoni, mashinasi, uyi, o'shaning uchun ham mana ko'pchilik qarzga botib ham zo'r to'y qiling, qarzga botib ham telefon oling, qarzga botib ham mashina oling deb gapiradi. O'sha narsani mana sizdagi inson o'zini disiplina qilib, intizomli ravishda tuta olsa, menimcha yoshlar ham qila olishi kerak shu narsani. Qanaqa maslahat berardingiz? Siz o'sha narsani qanaqa qila olasiz? Maslahat bermayapman hech kimga. Maslahat bersangiz hozir hech kimga tuqqaning ham yoqmaydi deydi. Bizni mana bunaqa muhokama qilib, suhbat qilaveraylikda, kerakli odamlar o'zini kerakli xulosalarini qilib bo'ladigan hali Toptiqimroq hazratlarining zo'r gaplari bor. Bo'ladigan bo'ladi, o'ladigan o'ladi. O'shaning uchun bizni maslahat bersak ham foydasi yo'q. Bizni asosiy bugungi suhbatimiz subyektiv o'zimizni valnamizdagi fikr almashinuvi bo'ldi. Bu yerdan qanaqadir manfaat ko'rgan, bir o'ziga g'oya kelgan, turtki bo'lgan insonlar oladi. Bir narsa niyatiga yarasha maqsadiga yaqinlashadi. Agar shunaqa odamlar bo'lsa, nima deydi, shularni kommentariyalarda yozib qoldirsanglar, men xursand bo'laman o'qib, siz ham xursand bo'lsangiz kerak, chunki baribir ham menimcha Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Men kommentariydan xursand bo'lmayman. Nimaga? Men eng xursand qiladigan narsa orada yo'lda yurganimda, o'tib tadbirlarda kelishadi. Aka, men bunaqa biznes qilaman, men maktab ochganman yoki men bunaqa производство qilganman yoki men bunaqa. O'shanda mana shu gapingiz sizga menga turtki bo'lgan, men bunaqa bo'lgan degani o'sha yerga kelib boraman. Doim shunaqa odamlar ko'paysin. Xudo xolasa ko'paysin. Yana bitta narsa so'ramoqchiman. Bu o'zimni ancha qimmatga tushgan xatolarimdan oldin, masalan, Amerikaga o'qib yurgan paytimda oddiy sodda o'zbek qiz bo'lganman-da, networkingga tushunmasdim. Mana Ivanka Tramp bilan o'qiganman, bir marta Mark Zuckerbergni masalan anaqada ko'rganman, biznes lounjda bitta vaqtda o'tirganmiz. Hozir endi ancha tushunaman. Siz networkingga juda yaxshi tushunasiz. Masalan, o'g'lingiz haqida ham, Akbarxon haqida ham gapiramiz. Masalan, o'sha aytgansiz, Lerozeyda o'qiganlarda arzonroq o'qishlar ham bor edi, lekin siz ularni aynan o'sha yerga yuborgansiz, chunki u yerda juda ham networking kuchli. Bilaman, siz o'zingiz ham networkingga juda ham qadrlisiz. Shu haqida ozgina fikrlaringizni bo'lishsangiz zo'r bo'lardi. Noodatiy fikrimni aytaman. Networkingga ham balans kerak.
networking kerak deb oldin o'ylaganman, harakat qilganman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham yo'qman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz to'xtatib qo'ydim. Tadbirlarga ham kamroq boryapman. Nimaga? Men bugun ham bitta tadbirga bordim. Nimaga ko'rinmay ketdi? Men aytdim, balans keltiryapman joyiga dedim. Qanaqa balans? Menning mashhurligim va networkingim masshtabi kalibri ko'payib ketdi. Meni ichki imkoniyatlarimga, ichki quvvatimga nisbatan og'irlik qilyapti. Shunaqa ham bo'ladi. Bo'ladi. Ya'ni networking biz bo'lmasa ham qiyin bir narsaga erishish, lekin networking ko'payib ketib qolsa ham yuk bu. Hammasini tug'ilgan kuni bo'ladi, to'yi bo'ladi, oshi bo'ladi, tadbir bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ularga ulgurish kerak. Ularga o'sha sovg'a salom shunga yarasha qilish kerak. Men tushundim, men hali o'zim o'sib olishim kerak yana ozgina. Bugungi networkingga nima deyman, соответствие deydi, mos kelishim, uyg'un kelishim uchun men o'sishim kerak. Men hozir o'syapman. Men hozir ishlayapman, men har kuni o'qiyapman, har kuni shug'ullanyapman. Men hozir ichki o'sish jarayonidaman. Xudo xolasa keyin yana sekin networkingga ham ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqishimiz ko'payadi. Hozir 1 yilga yaqin chiqmayman, bo'ldi. O'shanga balans kerak. Balansni qanaqa qo'shaysiz? Mana aytayapman-ku, qayerdadir kamaytirasiz, bo'ldi. Yo'q, balans aytmoqchi bo'lganim hozir networking emas, anaqa oila, ish, farzandlaringiz. Qo'ying bu savolni ko'tarmang, bu uzoq tema, alohida chiqish bo'ladi. Хорошо. Yana ikkita savolim qoldi. Tezlashtiramiz mana. Bo'lib ketishga uzrman. Zapusk haqida so'ramoqchi edim. Hozir ko'pchilik esimdan chiqib qoldi, uzr. Ko'pgina developerlar hozir zapusk modelida ko'chmas mulk sotyapti. Ya'ni ular webinar qilishadi, tez sotib tashlashadi, arzon narxlarda. Men buni ozgina nima deydi, uzoq muddatda muammo keltirish mumkin deb o'ylayman. O'shani siz fikringiz? Yo'q, aytmayman. Shu paytgacha bo'lgan suhbatlar bo'ldi, aytildi. Okey, хорошо. Odamlar o'zi xulosa qilsa, men buni qaytaradigan yoki tavsiya qiladigan odam emasman. Hamma xulosasini o'zi qilsin, hamma o'zini qilmishiga yarasha o'zini hosilini ko'rsin. Biza qilgan suhbatimizdan hamma tahlil, asosiy maqsad tahlil qilib, o'zi uchun xulosasini qilsin. Biz hech nimadan qaytarib yoki bir narsani tavsiya qilmaganimiz yaxshi. Oxirgi savol, o'g'lingiz men eshitib rostdan ham havasim keldi. 44 ball olganlarini IB'da hozir mana Imperial College'da o'qiyotdilar dedingiz, keyin Harvardga ham manaqa kirdilar, yana bitta universitetda aytdingiz. Stanfordda ham anaqa parallel o'qiyotdilar. Menimcha bu endi wow de. Xudo xolasa meni ham qizlarimga yana qilsin, nima deydi, nasib qilsin. Bu juda ham zo'r investitsiya, farzandlarga qilinayotgan investitsiya. Men 7 tasi hozir chet elda. 7 tasi. 7 tasi, 6 tasi Angliyada. Wow. Hammasini ota-onalar majlisiga borishib ayting. Hammasini borib joylashtirib, havola olib turishni ayting. 7 tasi. Qolganlari ham tayyorgarlik ko'ryapti, xudo xolasa. Sentyabrda yana 2 tasi. Wow. Toshkentda o'qiyotganlar qayerda o'qishyapti? Toshkentda o'qiyotganlari Yojuda o'qiyotgan qizimiz bor, Turinda o'qiyotgan qizimiz borlar. Keyin maktabda o'qiyotgan qizlarimiz bor. Tayyorgarlik ko'rishyapti ular ham. Lider anaqada eruditda. Vasha zo'r. Ko'p-ku. Qizlarga o'sha menga yondashuvingiz yoqadi-da. Men birinchi marta siz bilan ko'rishganimda, Umidaxon bilan birga ko'rishganmiz. Undan keyin necha marta ko'rishgan bo'lsak, birgalikda ko'rishganmiz deb menga o'sha siz ayollarni, nima deydi, fikrini qadrlashingiz, xuddi shunaqa qizlar. Endi ko'pchilik bor-da, o'g'illarni zo'r maktabga berib qo'yadi, qizlarni mayli, keyinchalik anaqa birovni omonati deb anaqa o'qitishmaydi. Menga mazada, mana ayolim meni nima deydi, aqllilik qilmaydi-ku, lekin glupy ayol maslada. Juda ham aqlli ayol. Masalan, eng yaqin maslahatchim, masalan, uylanguncha onam bo'lsalar, uylangandan keyin 3-4 yildan keyin ham maslahatchim, ham yordamchim deb qo'yaman, ham yo'ldoshim, qayergadir borib sayohat qilsam, ham har taraflama endi oldingda o'zingga yarasha insoning bo'lsa, hayot qiziqda. Glupy bitta arqonda qo'y yoki itni boylab yurganda emas, qiziqda. Uni zabotasini qilib unga qarab oningda yaxshi ham suhbat bo'lsa, aqlli maslahat go'ying bo'lsa, maza. Shuning uchun ertaga men shunaqa kuyovlarim bo'lishini xohlasam, aqlli, esli, xushli va baxtli bo'lib menga minnatdor. Men o'zim qaynotamga har doim rahmat deyman-da. Ko'p rahmat aytaman, kulishadi, o'rganib ketishgan. Rahmat bitta qizingizni shunchalik tug'ib, o'stirib, tarbiyalab menga ko'rganingizga yara kulib qo'yadilar. Xullas, albatta qizlarga chiroyli ta'lim, tarbiya bergan yaxshi. Xolasa
Shunga rahmat kattakon. gaplar. Sog' bo'ling. Menimcha Sizga chiroyli rahmat. suhbat bo'ldi. Xudo xohlasa siz ham Xudo ko'nglingiz xohlasa, xudo to'lgandir. xohlasa biz yana o'sha gapga aytamiz. Biz hech kimni hech nimaga da'vat qilmaymiz. Ham o'zingizlar bilasizlar. Biz ham o'zimizni to'g'ri yo'lda deb o'ylamaymiz. Biz ham hidoyat so'rab qoluvchi pozitsiyadamiz. Shunchaki fikr mulohazalarimiz bilan ulashdik. Tahlil qilib bir narsaga turtki bo'lsa, faqat xursand bo'lamiz. Biz o'zimiz to'g'ri yo'ldamizmi, noto'g'ri yo'ldamizmi, o'zimiz ham 100% bilmaymiz. Shuning uchun umid qilamizki, to'g'ri yo'ldamiz. Qolgan tomoshabinlarga ham ozgina bo'lsa ham foydamiz tegib, 3-4 yil o'tib, 5 yil o'tib, 2 yil o'tib kelib, Tamil opa shu intervyuzni ko'rganimizdan keyin mana shu narsaga sababchi bo'lgan. Katta mana hozir mana qilyapman, yoki bo'lsam bitta ayol kelibmi, o'g'lim mana shunaqa bo'lib ketdi, baraka toping shu intervyuingiz tufayli desa, biz kayf qilamiz, boshqa hech nimaga emas. Nasib. Qolaversa, boyroq odamlar ko'p bo'lsa, muvaffaqiyatga erishib, biz ham uylarimiz ham ko'proq ketadi. Xudo xohlasa.